Assalomu alaykum. Hürmetlik qarindoshlar. Abdurim G'aniydan hammanglarga salom. Bugungi Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining siyosat maydoni sahifasida nima uchun BDTda Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlarning soni 51 dan 15 ga tushib qoldi degan Uyg'urlarningki hozirgi ahvoliga intayin munosabatli bo'lgan nihoyat bir muhim temasida suhbat berishga tayyorlanayapmiz. Asli bu tema o'tgan yilnisi, ya'ni 2024 yilnisi 12 oyning o'rtalarida Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatning 15 ga tushib qolgan vaqtida jiddiy shaklda bu haqda bir mulohaza o'rinlashtirishni o'ylashib, xili ko'p odamlarga aloqa qilib boqqandim. Cho'ng tashkilotlarning rahbarlari, aktiv siyosiy faoliyatchilari bilan asli bunun bir qancha odamlarni ekranga chiqib, bu temada jiddiy shaklda bir analiz qilish o'ylashgan bo'lgan bo'lsak-mu, lekin ekranga chiqadigan odamlar nihoyatda oz, yana chiqishni xohlamaganligi uchun buning uchun Ruqiya Qodir xonim nihoyatda fidokorlik bilan Ruqiya Turdish xonim, kechiring. Ruqiya Turdish xonim o'zi xalqaro munosabat o'qigan, bu xalqarodagi siyosiy nimalarni yaxshi biladi, ham o'zi Sharqi Turkistonning egalik huquqi degan bir kitobni yozgan. Aktiv faoliyatchi hammamiz bilamiz. Ruqiya Turdish xonimni bugun bu ekranga taklif qildim. Assalomu alaykum. Ruqiya Turdish xonim, Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasiga naq maydonda qatnashib berganingizga samimiy rahmatimni aytaman. Ekranimizga kelganingizni qarshi oldim. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Shunday bir ekronni ichib, xalqqa vaqti-vaqtida bo'layotgan vaziyatlarni tushuntirib, anglitib kelayotganingiz uchun men sizga alohida rahmat aytaman. Rahmat. Bugungi temamizniki mazmun hozir degandek, nima uchun BDTda Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlarning soni 51 dan 15 tushib qoldi degan bu shu mazmun. Bu nihoyat bir muhim bir mazmun bo'lganligi uchun bugungi suhbatni gapni jiq qilmay men sizlar kim biray suhbatning asosiy temasiga yana savollarga kelaylik. Birinchi savol 2019 yildan boshlab 2024 yilgacha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga har qaysi davlatlarningki, ya'ni BDTdagi har qaysi davlatlarning ifodasida qanday o'zgarishlar boshdan kechirdi. Bu haqdagi bir qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bu qirg'inchilik boshlangandan keyin Xitoy aslida bu bizda qirg'inchilik 2014 dan boshlab boshlangan, bu kamerlarga, jazo lagerlariga solash Xitoyningki. Ama bunu xalqarada 2017'de bek ochiq oshkora xalqaro buni faktlarini tepib 2017'den boshlab bilgin tudi. Ondan keyin şu 2019 22 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inson huquqlari konsulida 22 davlat bu Xitoyningki keng ko'lamda Uyg'urlarni tutqun qilishiga qarshi bir imzo to'pladi, qo'l qo'ydi. Ondan keyin bundaylıqı BDT'da bunda imzo to'plab davlatlarningki inson huquqlarini tanqid qilish qarorlik bo'lib turdi. Ondan keyin bu 2019 7 oyda to'plagan 22 davlat, keyin 2020 yiliga kelgan vaqtida oktabrda bu qarorlik nim qilishda Xitoyni tanqidlashda yana bir qitimliq mushta tekshirish bo'ldi. Buningda 39 davlat qo'l qo'ydi buningga. Germaniyaning boshchiligida Germaniyaningki ambassadori bor. Shu odam so'z qildi buningda Xitoyni tanqidlab. İsmini Kristop degan adam, birinchi ismi. Ondan keyin 2021 ga kelgan vaqtida Kanadaning boshchiligida 44 davlat qo'l qo'ydi. Buning ichida bu 44 davlatning ichida yana Turkiya yo'q. Biz asli Turkiya bizga bosh bo'lish kerak deb o'ylayotgan davlatlarimizning birisi. Ondan keyin 2022 ga kelgan vaqtida Niderlandning boshchiligida yana shu inson huquqlari komitetida 47 davlatga chiqdi. Bu davlatlarning soni yildan yilga ko'payib mangdi-da, mundaqcha aytganda. Ondan keyin Amerika boshchiligida BDTning umumiy yig'inidami bayonot e'lon qildi. Vaqtida 50 davlat oldu. 50 davlat bayonot e'lon qildi 2020. Ammo 2022. Ondan keyin 2023 ga kelganda bu davlatlarningki soni 51 ga chiqdi. Ya'ni 51 davlat Xitoyni tanqidlab shu nimaninki BDTninki komitetida, inson huquqlari komitetida bayonot
e'lon qildida qo'l qo'yib 51 davlat. Endi buning 2022 mi, 2023 mi ikki yil qitimda Pokiston boshchiligida buningga qarshi imzo to'plandi. Pokistonning boshchiligida 2023 ga kelganda Pokiston 72 davlatni buningga qarshi imzo to'platqizdi-da, Pokiston bosh bo'lib xat e'lon qildi. Endi bu 2024 ga kelganda oktabrda yana bir qitim qilindi bu narsa Avstraliyaning boshchiligida imzo to'plandi. To'planganda bu joint statement yani billa e'lon qilingan bayonotga ana 15 davlat qo'l qo'ydi, nurg'un davlatlar tushib qoldi. Yana Pokiston boshchiligida xat e'lon qilib 80 necha davlat, 100 ga yaqin davlatni Pokiston kayniga silib, Xitoyga qarshi Xitoyni qo'llabchu, Sharq Turkistonda unda qirg'inchilik bo'lmayotidi, bu yolg'on deb shu Pokiston boshchiligida shunda bir qo'llab bular bayonot e'lon qildi, qarshi tarafda turib yani. Bunun endi sabablari nurg'un. Nima uchun endi bu 2019 tortib davlatlar ko'payib 2023 ga kelganda 51 davlatga chiqib, 2024 ga kelganda biraqli 15 ga tushib qoldi degan narsa o'tirg'i chiqibdi. Chiqqanda buning sabablari nurg'un. Buning geopolitikal sabablari bor, dunyodagi xalqaro vaziyatning o'zgarishlarining ta'sir ko'rsatgan sabablari bor, geostrategik masalalarning taqilishi bor bu yerda-chu, dunyoda nurg'un o'zgarishlar bo'lib ketamiz 2023 dan keyin. Ondan keyin bu o'zimizning ichidagi, o'zimizning xalqining qilayotgan qiliqlari, o'zimizningki bu ishga tutgan pozitsiyamiz, tashkilotlarimizning ichidagi har xil skandallar, bu narsalar ta'sir ko'rsatdi. Ondan keyin buningdan boshqa bu Xitoyningki tashviqotimi, ya'ni Xitoyningki bu boshqalarning kayniga sep qilayotgan tashviqotlarimi bu geostrategik, geopolitikal masalalarda ta'sir ko'rsatganligi uchun bu nurg'un davlatlar 2024 ga kelganda tushib qoldi. Endi albatta dedingiz, Turkiyaning bizga ega chiqamikin deb qanday absolut Turkiyami bu sapdan tushib qoldi deb. Turkiyaningki hamda Erdo'g'anmi go'yida shu Birlashgan Tashkilotida Uyg'urlarning kishilik huquqi to'g'risida azroq so'zlab qo'ygan nimalari bor-da, lekin bu muhim aloqalik bosqich kelganda hech bo'lmasa sukut tutmay ashundan voz kechganligidan nimani tushundirdi sizcha? Türkiye şu vaqtida bu xalqaro vaziyat, geopolitika va geostrategik masalaga bog'lab tahlil qilishga to'g'ri keldi. Chunki Avstraliya bu xatni 7 oyning qanchinchisi yo 10 oyning 22si sunda BDT'ga. 10 oyning 7si İsrail Gazaga keng ko'lamda hujumni boshladi. Shuning bilan bu Gaza masalasi xalqarada buna oid cho'ng kun tartibga o'tib ketdi-da. Hamasningki nimaga Isroil hujum qilishi bilan bu oktabrning 7si İsrail Gazaga bo'lgan keng ko'lamlik bombardimonni boshlayapti. Ondan keyin bu xatni Avstraliya 7 kun, shuningdek 5 kun o'tgandan keyin 10-oyning 22si BDT'ga biz to'g'riliq Xitoy qarshi inson haqlari deb sundi. Bu vaqtda Turkiya o'zini o'lchashga to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni bu keng ko'lamlik bombardimon qilsa, u vaqtda Amerika hukumati, Bayden hukumati paraxodlarni avatib Isroilni butun kuchi bilan qo'llaymiz dedi. Butun Yevropa davlatlari Hamasni tanqidlab bu vaqtda Isroilni qo'lladi. U vaqtda shuna bu boshda bombardimon qilganda. Shundan bunda bo'lgandan keyin bu Turkiya, chunki u Gaza, Falastin Turkiya uchun muhim. O'ziga yaqin chegarasi yaqin bir davlat. Geostrategik jihatdan bizga qaraganda ularmi muhimda Turkiya uchun. Suriyaga taqishadigan masala bor u yerda. Shundan bu Turkiya endi bu bizni bu yerda biz tarafda turib qo'llasa zaten Amerika bilan munosabati yaxshi emas. Gazani nimishga bombardimon qiladi Isroilda. Bunda ahvolda biz tarafda turib qilsa yolg'iz qolaman deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Xitoyni xafa qilishni xohlamadi. Ochiq qilib aytganda-chu. Xitoy degan BDTdan bir veto berish haqqi bor cho'ng davlat. Rusmi shu. Undan keyin bu ikkisini xafa qilmasam, keyin Isroilning miyadagi davlatlarni kayniga kelib tanqidlash kerak ku Isroilni Gazani bombardimon qildi deb. Shu vaqtida veto huquqi bor cho'ng davlatdan bir ishkin kaynim tutishim kerak deb o'yildi. Shunga bizning ishimizni jim turib bu yerda Gazani qo'lladida. Mandaqchi aytgan Gazani qo'lladi deganim Xitoyni bu Gaza masalasida o'ziga qarshi qilib olishni xohlamadi. Yinimda tutsam deb bunda bir geopolitik o'yinda. Shunda tutdi, uning ustiga bu Suriya masalasimi bor. Suriyadagi Kurdlar, PKK, PYD'lar bor. Uni agar
Xitoy bununga cho'qim oqibat o'ynaydi. Sen Uyg'urlarni qo'llasang, men ularni qo'llayman deydi. U vaqtda Amerika uning ustiga PKK, PYDlarning oqisida turg'uliq kurdlarning u yerda. Unda bo'lgan keyin shunga bu Amerika tarafda tursang, menmi u tarafda turman desa, u vaqtda Turkiya yolg'iz qilishni xohlamaydi. Shunga mushu masalalar, bo'pmi mushu Gazzaga Isroilning keng ko'lamda bombardimonlik, qirg'inchilik qilishi bizga bo'layotgan qirg'inchilikni mundaqcha aytganda kun tartibdan tushirib qo'ydi. Shunga Turkiya menchi ikkinchi qatamliq 2024dagi vaqtda tushib qoldimikin deb o'ylamayman, chunki bu vaqt masalasi ashta to'g'ri keldi-chu shu vaqtida. Ya'ni Uyg'urlarniki manfaati vaqtgan xalqaro nimada Xalqaro o'z davlatniki nimasi strategiyasi uchun ishlamasdan gap chiqadi mana. Rahmat. Endi yana bir savol. Avstraliya 2003-yilni esa qo'l qo'yapti, 2023-yilni esa 2024-yilni qo'l qo'ymabdi. Avstraliyaniki qo'l qo'ymasdan Avstraliya Amerikaning eng yaqin do'sti, eng kuchli qo'llovchilari. Endi shu 2023 yilda Amerika boshqa davlatlar bilan kuchli qo'llagan Uyg'urlarnikini. Hatto shu yerda bir imzo emasmi, bir imqonga ikki bo'langan bilet ishidimi. Endi Avstraliyani ochib qarash buni qanday qaraysiz? Isroiliya zaten Xitoy bilan eng yaqin texnologiya va boshqa jihatlarda yaqin savdo aloqasi bor bir davlat. Isroiliyaningki masalasi, masalan, bu o'ziningki national security deb o'zining davlat bexatarligi bilan qolgan bir davlat. U bizning masalamizga zotda bu inson haqlariga, Sharq Turkiston masalasiga bularningki nimasida emas, immediate ko'ngil bo'lgan, darhol ko'ngil bo'lgan, tablida birinchi o'rin qo'ydigan narsa emas-ku. Bizni hech qachon bular birinchi o'ringa qo'yib, Uyg'urlarga ko'ngil bo'lib undaq qilgan emas Isroiliyachi. Bu ularningki tashqi ishlar diplomatsiyasida 5-6 oqib turadigan masala Uyg'ur masalasi Sharq Isroiliyaning hech qachon Amerikaninkidek undaq gündemda birinchi o'ringa qo'yib, darhol yugurib chiqib qilgan emas Isroiliya. Faqat Amerika besim qilganlik uchun boshqa davlatlarning endi turish uchun boshda qo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Chunki Isroiliya buni masalan bizning masalamiz bo'lsin, Tibetning masalasi bo'lsin yoki Hong Kongning masalasi bo'lsin, hech qaysida buni Isroilniki bexatarlikka bevosita ta'sir ko'rsatadigan bir masala emas-ku bular. Shunga bu Isroilning ancha pek chattig'i yo'q. Andan keyin bu Isroil uning ustiga Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida mana balans o'ynayman deydi. O'ziningki nimasi, o'zining bir muncha aloqasi bor Xitoy bilan, texnikani Amerikadan ilib Xitoyga sotgan nurg'un ishlari bor Isroiliyaning. Undan keyin o'rtalikda balans o'ynaydi. Amerikanimi faqatla Amerikaga yo'linib qolmay, bir tuxumni bir sevatgan bir tuxumni sevatmaydi bu Isroil. Shu masalan Amerikaga gapini lobbichilik qildi emasmi? Amerikaga meni qo'llar Gazani bombardilsam, nima ish qilsam qo'llar deydi-da. U vaqtida agar Amerika qo'llamayman deb qolsa, Xitoyning yenib turmay qanday qilsa deyish uchun Amerikaga besim qilib, mana tangpunglashtirish uchun Xitoy bilan Amerikaning o'rtasida o'ynaydi Isroil. Bu diplomatik o'yin tufaylidan mashina qildi. Endi bu 2023 nima ishga qo'l qo'ydi degan vaqtida, u 2023 vaqtida Gaza masalasi chiqmagan. 2024da bu o'zi qirg'inchilik qildi. Bu o'zi qirg'inchilik qilayotgan bir davlatning boshqa yani sen qirg'inchilik qilding deyish haqqimi yo'q-ku, salohiyatimi yo'q. U deyolmaydiganini bildi, balki numus qildi. Numus qildi. O'zing qirg'inchilik qilib turib, xalqni qirg'inchilik qilsa deydigan salohiyating yo'q-da seninki. Shuningga bu deyolmaydi balkim-ku. Shuningga bu Isroil bu yerda unchalik jasorat yo'q BDTga kelib Xitoyni nima qildi dedim, jim turib oldi balki ham. Keyin men bu qirg'inchilikni qilyapman deb o'zining qirg'inchilik qilayotganini biladi Isroil, chunki kichik bolalardan tortib o'tiradi. Qirg'inchilikni bilmaydigan bir davlat emas. Bu Isroilning xalqi o'zimi Yahudilar qirg'inchilikni beshidan kechirgan xalq. Shu qirg'inchilikning nimaligini dunyoda eng yaxshi biladigan bir xalq. Biladigan bo'lg'achqa bu qirg'inchilikni tufaylidan Netanyahuning jazolanadiganini biladi-ku. Agar BDTda Netanyahu qirg'inchilikni men qilyapman, jazolanib qolsa, bu Xitoyning kaynim, Amerikaga mening kaynimda UN Security'dagi xavfsizlik kengashdagi 5 davlatni kaynimda tutishim kerak deb Xitoyni muxab qilmayman, Amerika baribir mening yonimda shunday qilib o'zimga keladigan jazodan qochaman deb o'ynagan bo'lish mumkin. Shu 24 tushib qoldi mencha. Rahmat, navbat yaxshi bir tushundim va bir ilmiy bo'ldi. Yaxshi tushundim. Endi yana bir sen Ukraina, masalan 2023da şurada Birleşken Devletler Teşkilatı'da Garip Devletler Xitoyni jazolash to'g'risidami shunda bir nima bo'lib, shuni kelib soni 50 nechidan 53 ta oshgandimi, ashuna bir nima imzolaydi ekan degan bir nima to'g'ri kenglik qoldi. 51 bo'lib qoldimi, 50 bo'lib qoldimi o'sha vaqtda Ukraina qo'l qo'ymabdi ekan degan nurg'un ochchig'imiz kelgan to'g'rilab aytmoqda. Keyinsa Ukraina qo'l qo'ygan bo'libdi dedi.
Lekin yana qo'l qo'ydi, yana vaqt deganda bu gaplar bo'ldi-da. Ukrainani qo'l qo'ymasligi uchun. Ukrainanın burundan tatib Xitoy bilan munosabat yaxshi, iqtisodiy beqimtirchiligi bor. Undan keyin Ukrainami mundaqmi o'ylaydi-chu, Rus bilan urushayotgan bir davlat bo'lgandan keyin, Rusmi Xitoyni mundaq yaqin hech qanday bir davlat bak yaqin bo'lib ketolmaydi. Rus Xitoyninki O'rta Osiyodagi ta'siridan ansiraydi. Shunga Xitoy amaliyotda bir ayrılmaz Pakistan bilan Xitoydek do'stlik munosabati yo'q. Rus bilan vaqti kelsa Rus bilan Xitoy dushmanlashalaydi deb o'ylab, Xitoyni yana Rusga tashlab emaslik uchun yeni tutishni xohlaydigan bir davlatchi u Sharqiy Yevropadagi davlatlar Rusning ta'siriga uchragan, Rusning bisimiga uchragan ba'zi davlatlar. Endi bu İsrail bu Ukrayna 2023 qo'l qo'ydi bizga-chu 51 davlat qo'l qo'yganda. U vaqtida Amerikaning bisimi bilan qo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Chunki urush yangi boshlangan. Bu Ukrayna qo'l qo'ydi İsrail deyman. 2023 urush yangi boshlanganda, Rus hujum qilib kirganda bu qo'l qo'ydi. Chunki urush yangi boshlanganda Ukrainaning butun Amerikaning, Yevropaning qo'ral jihatdan buni qo'llashiga ehtiyoji bor. Shundaqmi? Unda bo'lgandan keyin bu Amerika tarafda, Yevropa davlatlari tarafda turib bu narsaga bizga Xitoy qarshi bu chunki Yevropa boshchiligidagi davlatlar chiqadi emasmi? 2023 Amerika dedi, Niderland dedi. Unda bo'lgandan keyin bu tarafda turish kerakda, maydoningni sech, tanla degandan keyin bu Ukraina o tarafda turib qo'l qo'ydi. Ammo urush uzargan sari, andan keyin bu davlatlarni faqatlamiliqi bu Rusni bu darhol qo'llab chiqarib yetmay qoldi. Urush uzrab ketdi. Urush uzirgandan keyin balkim bu Ukraina yana chiqaraq davlatlarni kayni tutish. Chunki Amerika birdam qurolga pulni beramiz, birdam bermaymiz deb mundaq talash tatish bulatqa ahvollar bo'lgandan keyin bu Ukrainami Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi kuch selishtirmasdan o'ynaydi. Amerika pul bermay qolsa, men Xitoyni yana turman. Ya'ni Xitoy bilan mening munosabatim yomon emas, xap qilib qo'ymayman. Xitoy bilan vaqti kelsa birlashib ketalayman emas, hamda yenim tuta olmayman. Butunlay qarshi davlat emas deganni ko'rsatish uchun Xitoyni xap qilmaslik bu narsani tushandi. Yana bir tarafdan hatto Amerika yoki G'arb davlatlari o'zi Ukrainaga Rusni yolg'iz qoldirish uchun sen bizga esilmay butun hamma xalqni tut, hatto Xitoyni tut degan bo'lishi mumkin. Chunki bizmi ashta qilamiz-ku, bizmi shu nimada masalan bizning da'vodimi, Sharq Turkiston da'vosidimi biz faqat bizni qo'llaydigan faqat Amerikalarmikan deb qolmay, biz o'zimizningki boshqa musulmon davlat qarindoshlarimizning boshqa butun davlatlarning qo'llashiga erishishimiz kerak deb kuchaymiz-ku. Shuni o'xshash Ukrainami faqatla G'arb bilan Amerikaga yo'linib qolmay, yinimda yana Rusga qarshi jiq davlatlarni tutay deb o'ylaydi. U Xitoy BDTda hamiyada ilqi kuchi bor davlat. Uning ustiga bu Xitoyni bakra xap qilib Rusga yordam berib etishni xohlamaydi-ku. Chunki asosan Xitoy yordam qilib, yaqin turib qiyotida emasmi Rus uchun. Shu butunlay askar avatib, butunlay Rus bilan birlashib mundaq bir cho'ng urushga kirib ketishni Xitoyniki qo'qqanligi uchun Ukraina o'zini chetga tortib 2024 kelganda imzo qo'ymagan bo'lishi mumkin. Endi ma'u 2022-23'deki 47-50 neçe devletden imza koyganlarda ismi birden o'qilinmaydi ekan. Mana shu 2024'te qilib qolgan 15 davlatni bir qisqacha bir o'qib o'tib, unisini anakaylar xaritini tushundiramda. Sharqiy Yevropa davlatlarinikini. Xaritini chiqaring, men xarita qarab so'zlab beraman. Avval 15 davlatni bir o'qib olsangiz 15 davlat qaysi davlat oz bo'lgan ekanda. Bu 15 davlat imzo qo'ygan Avstraliya, Kanada, Denmark, Finland, Fransiya, yani Germaniya, Iceland, Japan, Lithuania, New Zealand, Norway, Sweden, Angliya, United Kingdom, yani United States, Amerika. Yani mesela bir zaman Gollandiya bakıya bir hoş oldun. Endi Xaritini chiqarsin. Unda qolsa Sharqiy Yevropa davlatlari dastlabda Uyg'urlarni qo'llab Xitoy qarshi shu imzo qo'ygan davlatlar qatorida bor, keyin xiljiq davlat tushib qoldi. Bu Sharqiy Yevropa davlatlariniki ko'pincha voz kechdi. Bu nima uchun? Bu Yevropa birligiga davlatlarning nimishqa bir qaror ololmaslik sababmi yoki boshqa sabablar bormi? Xaritni biza yo'g'onta olamsiz, men aniq ko'ramadim. Xaritni bunga yo'g'ont qilinmaydi ekan.
Yo'qotqin bo'lmadik. Zoom bo'lmadik. Okey. Tamam. Sharqiy Yevropa davlatlar bu mao hozir men 15 lis bilan 51 15 davlat bilan 51 davlatni selishtirsa qarasa musulmon davlatlar u Pokistonning kayni kirib qo'l qo'ymagan musulmon davlatlar zaten burunmi qo'l qo'ymagan 2023 mi? Ama Somalidan boshqasi. Ama Turkiya va Somali qo'l qo'yganda burun undan boshqasi qo'l qo'ymagan. Somaliyami u Turkiyaning besim bilan qo'l qo'ygan burun shuna. Shuni ham 2024 kelgan bular hammasi tushib qoldi. Zaten bu musulmon davlatlar burunmi yo'qdi. Ya'ni Xitoyning beklamay qilamiz. Bular bu musulmon davlatlarning tushib qilishi bu burundan tortib bizga qo'l qo'llamay kelishi shu Amerika bilan bo'lgan dushmanligi ya'ni musulmon davlatlar. Bu Gaza masalasi, Falastin masalasi, Suriya masalasi, bu Arab bahori bu masalalarni ham deb cho'ng emas o'zisak bu yerda bular Amerikaga bo'lgan qarshiligi bor. Chunki Amerika Afg'onistonda bu yerda bombardimon qildi, bu yerga Amerika kirgan ishlar bor. Shundan bu davlatlarningki Amerikaga bo'lgan bir nima deymiz, bir ochchig'i tufaylidan bizni Amerika qo'llagandan keyin shu Amerika turgan turmayman bu. Masalan, Amerika bizni bunda qildi. Bu Amerikaga birdan bir maydon o'qiy oladigan shu Xitoy. Shu Xitoyni yenimda tutishim kerak deb jiq musulmon davlat buni qo'l qo'ymadi. Ammo Sharqiy Yevropa davlatlari jurgan hozir men list qarasak bu asosan Sharqiy Yevropa davlatlari tushib qolgan. Qarang, Rus masalan Chigirdiki, Polland qo'l qo'ymadi shunaqa. Romaniya masalan au nimo Andan keyin men nimaning ichida Ukraina deb bo'ldi qo'l qo'ymadi. Ko'ramadim hozir. Latviya, andan Yevropa birligida bor bo'lgan Slovakiya, Sloviya degan davlatlar shularning hammasi shu Rusning chegarasiga Rusga yaqin davlatlar. Masalan, Poland bevosita chegara olindi. Hammasi shu ya'ni qaysi bir davlat? Nima? Ukraina, anandaki onunki Belarus degan bu davlatlarchi. Belarusga zaten qo'l qo'ymaydi. Belarus Xitoy bilan birga harbiy manevr o'tkazdi hattochi. Shuna bo'lgandan keyin bu yerda qaysi davlat bular nima ish tushib qoldi deganda bular hammasi Rus bilan qo'shni. Rus bilan ayada urush bo'layotdi. Rossiyaninki bu birdamda kirib Pollandni elib olishidan qo'rqdi. Polland. Undan keyin bu davlatlarning ichida men yerda bir karashnoy turgan davlat bor-ku. Karashnoy turgan bir davlat va Litvaniya deydiganchu. Shu davlat qo'l qo'ydi. 15 davlatning ichiga qarasangiz, umuman qo'shni Belarusning biqini, u nimishga Rusdan qo'rqmay, Xitoy Rusning yaqin do'sti deb, endi Rus bilan Xitoyning o'rtasida balansi o'ynay. Rusga bir do'st deb bermayman. Agar Xitoyga qarshi bundan naslab qo'l qo'ysak, Xitoy undasi bizni dushman ko'rib, Rusga yordam qilib, Rus bilan yaqinlashib ketmasin deb davlatlar qo'rqib, Rusni yolg'iz qoldirish uchun qo'l qo'ydi. Ammo Litvaniya degan kichik bir davlat bu qo'l qo'ydi. U nimishga qo'l qo'ydi degan narsa chiqibdi. Chunki bu Litvaniya 2021 deyman, 2023. 2023lam Tayvanninki bir vakillik ishxonasi ochishga ruxsat qilibdi-chu. Shu Litvaniya. Shuning bilan bu Xitoyning qattiq ochchig'i kelib, sen nimishki Tayvanni e'tirof qilsa, biz Tayvanni e'tirof qilmaydigan bo'lsak, sening Tayvan ishxonasi deb bir ishxona ochqizishing, bu Tayvanninki mustaqilligini e'tirof qilganliging bo'ldi deb bu Litvaniya bilan butun diplomatik munosabatlarni kesib, noita munosabat nachar ekanchu 2023 yildan. Shuning bilan bu Litvaniya bizga qo'qab, chunki men Rus bilan yaqin bo'lib ketib qolsam, kelibli Belarus qo'shnida men qarasangiz Belarusda bu harbiy manevr o'tkazgandan keyin Xitoy bir cho'ng manevr o'tkazmasmi, kichikroq bir manevr o'tkazgandan keyin Belarus bilan birga. Bu Litvaniya bizga qo'qab diplomatik munosabatlarni yumshatishga urinibdi Xitoy bilan, lekin Xitoyning aytki birlik bilan qattiq turib olgan. Shu Litvaniya hatto Tayvan degan ismni Ibitsa deb tayvanliklarga bisim qilib, Taipei deb o'zgartiribdi. Ya'ni biz Tayvan degan bir davlatni e'tirof qilmadik, bu bir shaharning ismi debchi, ism xat bilan o'ynaydigan davlatlar diplomatik munosabat. Shundan bu Tayvan demidik, biz Taipei ofis dedik deb a'loning Tayvan deganni bekor qilib, Taipei degan ofisga nima qilibdi-da. Ashta qismi hozir Xitoy chin turibdi. Shu bu Litvaniyaningki Rus bilan Xitoy bilan munosabat yaxshi bo'lmashqa bu davlat bizga qo'l qo'ygan. Qolgan davlatlarning hammasi shu Rusni yolg'iz qoldirish, ya'ni Rusga pek yaqin bir do'st deb emaslik, Xitoyni yomonlatib qo'yibchi, qilmaslik uchun bular shu qo'l qo'ymagan. Uning ustiga bu davlatlarning hatto Yevropa birligi ichidagi ba'zi davlatlarmi tushib qoldi. Endi qarasangiz Yevropa birligidagi davlatlar, cho'ng davlatlar, Fransiya, Germaniya, Finland, Norvegiya deganchi bu davlatlar, Sweden deganlar bular hammasi qo'l qo'ydi. Nimish kelsa, bular Yevropa birligida kuchi borroq davlatlar, kelib o'tadigan davlatlar. Endi Yevropa birligidimi, unda bo'lsa nimishga Yevropa birligi biroqli qaror chiqarmidi degan narsami chiqdi. Unum so'zlab bo'ldi. Undan keyin bu davlatlar endi
Şu mayadaki bu çoğun devletler Avrupa Birliği'deki. Bulardaki Avrupa Birliği'nin kıymet karşı üçü iş buldu. Onundan keyin NATO'daki devletler çok bularning jiqi. NATO'daki devletler Rusiyaga qarshi mumkin Amerika bor. Amerika NATO'da. Bu o'zining qimmat qarashini dafsanda qilib, bu yerda Xitoy bularningki mundaqcha aytganda bir do'st davlat emas, shundaqmi? Rusning tarafida direkt turayotgan bir davlat. Bular o'zining inson haqlari, uningdan qirg'inchilikqa qarshi turish degandek bundaq demokratiya, erkinlik deganlar bu Yevropa Birligininki prinsipi. Bu birdan bir prinsip, mush prinsip asosida bular tinchlik paydo qilamiz deb birlashgan emasmi? Yevropa Birligini qurgan. Shunga bundan voz kechmaydi. Bu cho'ng davlatlar bu prinsipda turdi. Shunga bular qo'lladi. Ham uning ustiga bular qarasangizmi chegarada nimadan jiroqroq, andan keyin undaq qilib nima qilmadi maydonini voz kechib, ya'ni Xitoyga yaloqchilik qilib butunlayla manda shaklda turamidi. Shunga bizga qo'l qo'ydi, bular qo'lladi, o'zining maydonida turdi. Rahmat. Endi yana bir savol. Navbatda dunyoning siyosiy va davlatlarning manfaati kishi huquqidanmi muhimroq bo'lib qoldimi? Bu ahvol xalqaro jamiyat va kishi huquq tarafdorlari uchun nima ishorat berdi? Undaq deb kelsakmi bo'lmaydi. Kishilik hozir dunyo ko'p qutublashishga boshladi-chu. Chunki bu Xitoyning kuchayishi bilan Rusning burunqi Yevropa bilan bo'lgan o'chmanligi jiddiy. Uning ustiga bu Yevropa Birligi qurilgandan keyin NATO'mi o'zini kengaytiraman dedi. Rusning biqiniga kelgan turdi-chu davlatlar, masalan, Ukraina NATOga kiramsan dedi. Aniki bu Poland, Rumaniya degan bu Rusning biqindagi davlatlar. Endi Rus burun bir imperiya bo'lgan davlat. Endi bu Yevropa Birligi bu Sovet parchalangandan keyinla Rusnimi bir kichik davlat sifatida muomala qilib, o'zi bilan barobar muomala qilmay. U Rusning chegarasidagi davlatlarning hammasini o'ziga qitib, bir g'arbning demokratiya va inson haqlari degan bir g'arb sistemadagi bir sistemning ichiga kirib qilsa, u Rus u sistemda bo'lmagandan keyin bu mening biqinimdagi hammasi bunday yo'g'inab kelsa, NATO'mi kengayib kelsa, ato'ga meni yutib oldi deb qo'rqaplam bu o'zining biqindagi davlatlarni Yevropaning ta'siridan qutuldirish uchun Yevropaning ta'siri kirmaysa deb mandaq aytganda talishiblam Rus hujum qilib mandaq qilyapti-da, Ukrainaga kirdi hujum qilib. Mushunda bir ahvol ostida bu bir narsa. Undan keyin bu Xitoy kuchayib ketdi. Xitoy kuchayib ketib, Rus bilan birlashib xalqaroda masalan biz burun xalqaro masalan qanday sistemda dedisi Amerikaning hegemoniya ostida. Ya'ni unipolar bir davlatningki hegemoniya ostida bir boshqurishi bor-da, endi. Shuni buzib bu bir Amerikaning g'arbning yo'li bilan mangmaymiz biz. Deb bir ko'p qutbli dunyo paydo qilaman deb bu Rus bilan Xitoy noiti kuchaydi. Chunki bu Xitoyning bu ko'p qutbli dunyo paydo qilmay, ya'ni Amerikaning plan o'tmaydi. Boshqa bir sistemmi bo'lish kerak. Hammamiz xohlagan sistemda mangimiz. Hech kimning ishiga aralashmaslik kerak deb. Ular butun dunyo qalayim qolib ketadi-ku. Hech kimning ishiga aralashmasa, xohlagan davlat xohlagancha xohlagan odamni o'ttirayversa, buzaversa, xohlagan yerga tajovuz qilaversa, bo'ldigandek bo'lib qoldi-da. Xitoy shunga hamma davlatning ishiga aralashmaymiz, bir-biriga tajovuz qilmaymiz, hech kimni boshqarmasligi kerak deb, anikin askarni turg'izmasligi kerak deb bu Amerika turg'izgan, g'arb davlatlari turg'izgan butun sistemga qarshi chiqdi. Ko'p qutblashtiryapti. Ko'p qutublashgandan keyin bu Xitoy bilan Rus ayrim bir qutb bo'ldi. Buning nurg'un musulmon davlatlar ergashdi. Uning ustiga yillardan beri bu O'rta Sharqdagi Amerikaning tutgan siyosati tufaylidan nurg'un musulmon davlatlarni Amerika o'ziga dushman qilib oldi. Bu sabablar tufaylidan ularning hammasi ketib Xitoyga ergashdi ayada. Undan keyin bu Yevropaninki, NATOninki va Yevropa Birligininki kengayishi o'ziga a'zo qabul qilishi. Bu Rus bilan o'rtasida bir to'qinish paydo qildi. Shu bu sabablar tufaylidan dunyo mundaqcha aytganda burunqi g'arb sistemasi, ya'ni inson haqlari, demokratiya, erkinlik degan narsalar sistem ustiga qurilgan bir g'arb dunyosiga hurmat qilmaymiz. Ya'ni buni hurmat qilmaydigan kuchim bor ekan bu. Gapingni anglamasaqmi bo'ldi ekan bu deb bundan narsa chiqdi. Chunki bu sistemni qurib qo'yib, bu sistemni qurganlar o'zi amal qilmagan ahvolmi bo'ladi-chu dunyoda. Masalan, Isroiliya demokratik davlat turib qirg'inchilik yurgizdi. Endi Amerikami bu sistemni o'zi qurgan turuqliq nurg'un yerlarda bu sistemga amal qilmadi-chu. Shunda bo'lgandan keyin o'zing amal qilmagan narsaga qanday gap qilish salohiyating bo'ldi deb boshqalarmi bularning gapini anglamasga chiqdi. Bu Xitoyning ishiga yaradi. Shunda bo'lgandan keyin hozir dunyoda shu inson haqlari, demokratiya degan narsani cho'ktirimiz deb bir nimaga duch keldi-chu, challenge dedim bir
bir kurashga o'zini saqlab qolish uchun bir kurashishga to'g'ri keldi. Bu deganlik bu inson haqlari demokratiya degan narsa butunlay bundan keyin dunyodan yo'qolib ketamdi degan narsa emas. Bu dunyoda zodi Alloh bizni yaratgandan tortib bu haq bilan haqsizlik birga teng mavjud bo'lib turgan dunyochi bu. Shuningga bularning kuchayib ketishi bunda qilishi bilanla bu g'arbniki demokratiya, erkinlik, inson haqlari degan sistemasi yo'qolib ketadi degan ish bo'lmaydi. Chunki haqsizlikka uchrayotgan bizga o'xshash xalqlar bor. Bu xalqlar bu haqsizlikqa qarshi hamon tik turdi. Unda keyin bu sistemni qo'g'daydi, bu yana bu sistemni qo'g'daydiganlar chiqadi. Bu sistemni yaratganlarmi buni qo'g'daydi. Shuningga bu butunlay yo'qolib ketmaydi, ammo shunday bir krizis ichida turyapmiz, bundoqcha aytganda. Rahmat. Endi yana bir savol. Bu savol bu shu 2025-yilning 1-oyning 27-kuni dunyo irqiy qirg'inchilik kuni, ya'ni Yahudi qirg'inchilik eslaydigan kunda Polshada har yilisi butun dunyoning liderlari, bular g'arb davlatlariniki, kishilik huquq tashkilotlariniki kelib shuni xotirlaydigan bu 80-yillik xotir kundida hamda. Bu vaqtda bir maqola yozayotganda men kutmadi. Bunga eng muhim bir narsa o'sha Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibiniki shu Yahudi qirg'inchiligi bilan ham bir televiziya so'zi bor, 3 minutlik qisqacha bir narsa. Shuni bir azroq men bir vaqtimiz olgan bo'ldi, bir 2 minutda o'qib bir savolni o'tirib qo'ymoqchi. Savol hamda xalqaro sahnada Uyg'ur masalasiga bo'lgan diqqat kundan kunga tuvanlab ketib bordi. Nimishqa nurg'un davlatlar burun Uyg'urlarni qo'llagan davlatlar bo'lsa, bugun kelgan sukut turdi, savolning mazmuni bor. Hamda mana Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bosh kotib bir degan gap bor. Bu yil ya'ni 2025-yilning 1-oyning 27-kuni dunyo irqiy qirg'inchilik xotiri kunida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Yahudilar qirg'inchilik xotiri kunining 80-yillik munosabati bilan televizorda so'z qilib, zo'r qirg'inchilikning insoniyat xotirasidan o'chib ketilishi o'tmishga qilingan xiyonat, shundaqla kelgusi qilingan sotqinlikdir degan. U ayni vaqtdagi tarixni eslash bilan Natslar Germaniyasi butun Yahudilarni yo'q qilishni ko'zlagan zo'r qirg'inchilikda 6 million Yahudining qirib tashlanganligini alohida tilga olgan. U bu vaqt qilgan so'zda u qurbonlar va ularning hayot qolg'uchlarining urug' tuqqanlari bilan bir safda turamiz degan. Holbuki uning xarakteri va natija jihatda Yahudi zo'r qirg'inchiligidan, hatto uningdan ig'ir deb qaralgan Uyg'ur qirg'inchiligi haqida so'z qilib baxmaganligi bu eksternal kuchli g'ulg'ul qo'zg'adi. Yana buningda bir yumlablar bu qirg'inchilik qarshi turg'ich qiyofatida o'ttirg'i chiqishlar ham kishilik kuzatuvchilarininki buning bo'lgan qarshiligi va eksenat buni Twitterda kuchli g'ulg'ul bo'ldi. Hatto o'sha kishilik kuzatish tashkilotininki birisi yana Amari degan bir odam buningga qarshi bir yozma yozib Uyg'urlarninki tizimligini, ya'ni Uyg'urlarninki BDTga bergan tizimlikni Xitoy hukumatiga topshirib berganligini eskartganda, siz hozirgacha Uyg'urlar bilan kurashni rad qilib kelyapsiz, siz boshqarib kelayotgan qirg'inchilikning oldini olish ishxonasi hozir qadar Uyg'ur qirg'inchiligi haqida sukut qilib kelyapti degan. Shundaqla Xitoy hukumati har yili BDTga yo'llayotgan 10 million dollar buning muhim sabablaridan biri ekanligini tilga olgan. Bundan nima tushunish bo'ladi? Endi bir kishi bu tashkilotininki bir kuzatish xodimininki Birlashgan Tashkilotning bosh kotibininki Yahudi qirg'inchilik to'g'risida degan ikki gapida hamda ularning o'tmish unutib ketish bir xiyonat, shundaqla kelgusi qilgan bir sotqinlikdir degan so'ziga obiyatdan bir kishi kuzatish tashkilotininki bir xodimning bergan javobida hamda Uyg'ur qirg'inchiligi haqida sukut turishi BDTninki hatto 2022-yilning 8-oyning 30-kunimi Merishli xonim bir narsa e'lon qildi Uyg'urlarninki Xitoy hukumati Uyg'urlarga inson qarshi nafaqat shu narsani oshta narsani BDT e'lon qilibmi shunga sukut turib ko'rishi bu nimani tushundirdi, bundan biz nimani es qilamiz, shundaqla bu orqali biz Uyg'urlar bundan keyin qaysi shakllarda harakat qilishimiz kerak, bu haqida o'zingizning o'ylaganlaringizni deb boqsangiz rahmat. Okay, bu BDTninki structure, ya'ni qurilmasi jihatdanmi
Bu BDT'nin kurulmasında bu insan hakları komiteti gerçi böyle qarallik alda devletlerin insan haklarını her yılı tanqidlab imza toplab kelgan bolsa-mu, bu imzalarni toplash uchun bu imzalarni hamda bu yerda nimaga yaraydi, nimaga toplaydi degan narsa chiqadi-chu. Chunki bu inson hakları komiteti bu yerda mukammal emas. Yana birisiga bu masalan imzoni toplab bu narsalarni chiqargandan keyin inson haqqlariga nima insan haklarını depsende qilayotgan davlatlarga qarshi bir ig'ir besim ishlatib ularni to'xtatib qoldigan kuchi yo'q yoki bir nima deymiz askariy kuchi yoki bunda qonun nima kuchi yo'qchu bularniki. Undan keyin bular faqat o'sha yerda masalan reportlarni chiqarib tanqidlaydi. Agar nurg'un davlat qo'l qo'ysa uningga, undan keyin bu Security Councilga kirsa, xavfsizlik kengashi 5 davlat boyaga. Xavfsizlik konsili undan keyin buni sotga bera oladi, munda qilibdi debchi. Masalan, bu davlatlar qo'l qo'ymagan, masalan Xitoy bizga buni ayrim so'zlab desam bo'ldi, keyin so'z kelar hafta talasturda so'zlashim mumkin, o'sha chiqmoqchi. Bu masalanki bizning ishimizni ICCga bergani bo'lamdi, ya'ni xalqaro jinoiy ishlar sotiga, xalqaro nima sotiga, adolat sotiga nimishki buningda Xitoy qo'l qo'ymagan bo'lsa berolmaymiz, kim bera oladi degan masalalar bor. Buningda shu xavf agar bizni Xitoy qo'l qo'ymagan bo'lsa hech kim beramasa xavfsizlik kengashi bera oladi-chu. Xavfsizlik kengashi bera olish uchun shu xavfsizlik kengashidan qaror chiqish kerak. Xavfsizlik kengashidan qaror chiqish uchun nurg'un davlatlar majority vote bilan hamda buni xavfsizlik kengashiga sunishi kerak bu. Masalan, munda qildi Xitoy, munda qirg'inchilik qildi, anda qildi, munda qildi deb. Endi bizning masalamizda bu chiqib bu inson hakları konsulininki abaysiz degandek unda gapni qilg'ini faqatli shu yahudi qirg'inchiligini ko'zda tutib boshqa qirg'inchilikqa ko'z yumg'ini hozir Amerika shu sababdimi 2023 ku deyman, 2022 chikatganchu bu xalq nimadan Trumpning vaqtida chikatganda bu inson hakları konsuldan nimishga chiqatdi deganda bayozsan debchi. Bayoz degani inglizchalik davlatlarning tarafini tutib davlatlar bu yerda shu mayli qilib BDTni Birleşken Devletler Teşkilatı emas, United Nations emas, Divided Nation desek bo'lgudek dedim o'yli davlatlar ichilib bo'linibchu. Chunki bu yerda qarorni hammasi birlashib bir qarorni hammasi okey deb ololmaydi. Bu shu Yevropa birligiga o'xshashlam. Ya'ni davlatlar u yerda ma'noda turma, aningda turmayman deydi. Ba'zi davlat qitildi, ba'zi davlat qitilmaydi. Keyniga adam to'playdi guruhdakchu. Bular guruh to'plab o'zining men qarorni olmoqchidim. Ben deganga sen deb bersan deb boshqa davlatlarni keyniga shayka to'playdi-chu bu davlatlar. Ashta bu yerda bir siyosiy bo'linish shaklida chiqdi. Bu asosiy davlatning asosiy qarorini yana shu davlatlarning manfaati bo'yicha davlatlar qaror berdi. Endi ba'zi narsalarni anglashma, ya'ni treaty demdik, anglashmaga qo'l qo'ygan bo'lsa, anglashma bo'yicha apmang'in bo'ldi. Andan keyin bu mushunda bo'lganligi uchun inson hakları konsuliga anikin Xitoy vakillerini kirgizib oldi. Xitoy nurg'un pul berdi. Peacekeepers'ga Xitoy nurg'un narsa berib qildi. Shu Xitoy nurg'un jihatdan bu inson hakları konsulini qo'liga olganligi uchun BDT'ninki. Shuningga Amerika o'z vaqtida yomonlab chiqatgancha bu qanday bu yer nimishki bunday qilib davlatlarning tarafini tutib qildigan ya bo'lmasligi kerak bu inson hakları konsulida. Shunday yeri bor. Shuningga bu yerda inson hakları konsulininki mush odamning mush degan gapidilam taraf tutib gapqilayotgani, ya'ni-chu, o'tirdi turib, haqda turib gapqamasdan davlatlarning manfaati uchun shu konsulni kimning yönetayotgani, ya'ni kimning boshqarayotgani o'tirg'i chiqdi-da shu yerda shu. Kim management qilsa shuning gapini qilganligi chiqyapti shu yerda. Rahmat. Yana bir savol. Sizce iqtisod va siyosat kishilik huquq qaraganda texi muhim bo'lib qoldimi hozirgi dunyoda? İqtisod ve siyaset her zaman muhim bo'lib kelgan kishilik huquq qaraganda hech qachon bir muhim emas bo'lmagan. İqtisod ve siyaset kishilik huquqqa ta'sir ko'rsatadi. Kishilik huquq iqtisod ve siyosatga ta'sir ko'rsatadi. O'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatadi, ammo har zaman iqtisod ve siyaset muhim bo'lib keldi. İqtisod ve siyasetdan battar muhim bo'lgani bexatarlik. Ya'ni davlatlarning bexatarligi ta'sir etganda iqtisodni bir chetga cho'riydi. Ya'ni iqtisodiy munosabatdan batdi deblam u davlat bilan bexatarlikka ta'sir etadigan ahvol ostidami ajrasholmaydigan to'y qilib ketgan bo'lsa-chi, unda ish yo'q. Masalan, Xitoy bilan Amerikaning iqtisod irmosh-chirmosh to'y qilib ketgan bo'lar. Ammo bexatarligi ta'sir etdi. Hozir Xitoy kuchayib qolgandan keyin Amerika qattiq tirkishyapti buni qarshi turadi. Chunki hamma iqtisod qiladigan narsani kesyapti-da Xitoy bilan. Endi bu monchilik mening Xitoy bilan
bilan aloqam bor, iqtisodim bek yaxshi deb bexatarlikni ikkinchi o'rin qo'yib qo'ydigan ish yo'q. Birinchi o'rinda bexatarligi turadi davlatlarning uchun. Ondan keyin siyosat, iqtisod turadi. Ammo inson haqlari degan bu narsa faqat qanday ishga yaraydi deganda bu siyosat va iqtisodiy munosabatlarda inson haqlari ta'sir ko'rsatadi. Masalan, qimmat qarashi g'arb davlatlarininki erkinlik, inson haqlari, demokratiya bo'lganligi uchun bular bundan voz kechmaydi. Bundan voz kechsa bu sistem buzilib ketadi. Sistemdan voz kechgan bo'ldi bular. Butun sistemi buzildi. Shuninga bular bu qimmat qarashini o'zining qimmat qarashini birinchi o'rin qo'yg'ashqa iqtisodiy munosabatlarda masalan abay deydi-ku, BDTdan agar qarorlar chiqsa, bir davlatni tanqidlab, inson haqlarini tanqidlab, bu qirg'inchilik qilyotidi deb qarorlar chiqsa, boshqa davlatlar o'zining qimmat qarashi, erkinlik va inson haqlarini muhim o'rin qo'yadigan davlatlar shu davlatlarga sanksiyon bera oladi. Masalan, Amerika Uyg'ur forced labor, Uyg'ur qul emgak kuchini ishlatyapsan deb Xitoyga sanksiyon berdi, shunami? Amaliyotda Amerika chiqib, sen mening iqtisodimga ta'sir yetkazib o'tyapsan, Xitoyning iqtisodini urishim kerak, men birinchi o'rinda turishim kerak, dunyoda men savdo qilishim kerak, Xitoy qilsa bo'lmaydi, Xitoy birinchi o'ringa o'tib kelsa bo'lmaydi, dunyoni Xitoy so'rasa bo'lmaydi, men so'rishim kerak deb turib urmaydi Xitoyni. Sen qul emgak ishlatayotgan, chunki Xitoyning qul emgak ishlatayotgani rost, shundami? Amerika o'zining qo'lida bor paketlar bilan urdi, shundami? O paketlarda qul emgak Uyg'urlarni qul qo'yib yubordi Xitoy. Shu paketni ko'tarib chiqib urish kerak. Ya'ni bika-bikadil birsi uramaydi uchun, uning logik bo'lish kerak, isbot bo'lish kerak, paket bo'lish kerak. Urish uchun, bir narsa deyish uchun, sanksiyon qilish uchun you have to have reason. Reason deganimiz sababingiz bo'lishi kerak, shundami? Uyg'urlar muhim sabab, chunki Xitoy bizni qul qilyotdi. Undan keyin bu paketni o'tirib ko'tarib chiqib Amerika Xitoyga sanksiyon bera oladi. Shunga o'xshash boshqa g'arb davlatlari ham, masalan, o'tganda Italiya, masalan, Xitoyning Bingtuan pomidorini Uyg'urlarni qul qilib ishlatib pomidor ishlab chiqaryotdi deb uni kesdi. Xitoydan pomidor olmaymiz dedi, shunami? Demak, bu yerda inson haqlari siyosatga va bu yerga iqtisodiy munosabatga ta'sir ko'rsatdi degan gap. Ba'zi iqtisodiy munosabatmi inson haqlariga ta'sir ko'rsatdi. Bu yerda kuch tanlashga, balansiga bog'liq. Masalan, kichik davlatlarga, ushaq musulmon bechora davlatlarga ular undaq men sening iqtisodingni kesiman, men Uyg'urlarning ishi uchun sen bundaq qilsan deb ularningki iqtisodiy narsa inson haqlari degan narsa ularning iqtisodiga ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, ularning iqtisodiy munosabati inson haqlariga ta'sir ko'rsatadi. Nimish ketsa Xitoy bilan yaqin munosabatim bor, chattig'im nima Uyg'ur bilan deydi. Shundami? Chattig'im nima inson haqlari bilan deydi. Iqtisodiy munosabatni birinchi o'ringa qo'ydi. Chunki ojiz davlatlar ehtiyoji bor. Ya'ni power balance bor deb bu yerda nimdayız kuch selishtirmasidagi orliq tufayli. Hamda bu kuchni o'zini qo'g'day oladigan Italiyadagi Yevropa Birligining ichidagi Xitoyga baklan butunlay beqindi bo'lib ketmaydigan davlatlar qimmat qarashini qo'g'dash uchun iqtisodni kesa oladi. Shuni bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Hech qachon bir sizning boyagi savolingiz nima deyish, men bu olib uchun iqtisod siyosat pek muhim bo'lib ketdimi dedingiz. Azaldan muhim, lekin bular bir-biriga ta'sir ko'rsatib birga yashaydigan narsalarda. Rahmat. Hamda yana bir nuqta. Hozir hamda dunyoda Uyg'urni qo'llaydiganlar ozayib ketdi. BDT 51 15 chiqib qoldi. O'tgan yilning oxiri tor dunyosini xalq kuchli g'ulg'ulab ketdi. Biz yana xalqaro dunyoda yetim qoldik deb sirtdan izlaymiz. Boshqalar bizni qo'llamayotdi deb, lekin o'zimizni izlab boqmaymiz-da. Men unda Uyg'ur davosi qanchalik bir to'pdan qo'shyapman. Millat oldidagi mas'uliyatni majburiyatni qanchalik ado qilyapman deganni so'raydiganlar bek oz. Ham bu Uyg'urlarningki siyosiy faoliyatda qatnashgan Uyg'urlar bulturdan boshlab ko'rinarli darajada tuvallab ketdi. Ko'ryapmiz, hamma davlatlar namoyish o'rlashtirsa, namoyish chiqadigan Uyg'urlar bek oz, sanavog'idek darajada hamda. Masalan, birinchi ayning 22-23 kuni Xitoyning muavin bosh ministri Deng Xiaoshang Gollandiyaga ziyoratga keldi ekanda, shu ziyoratga 3 kun burun buni xabar deb qoldik. Darhol namoyish o'rlashtirib, chaqiriq qilib, shu Gollandiya hukumat binosining oldida namoyish o'rlashtirdik. Shu qadar chaqiriq qilib boqdik. 5000 dan jiq Uyg'ur yashaydigan Gollandiyada namoyish kelgan odam ora oldi. Tibetlardan xilichi qadam keldi, Kantoniyalar keldi, Guangshiliklar keldi degandek, uni boshqa Xitoy qarshi kuchlardan keldi-da. Endi demakchi, Xitoyning muavin bosh ministri Gollandiyaga kelib qolsa, shuni qarshi qildigan Uyg'ur ora oldi.
Bu nəhayət bir əfsuslandırılan bir əhval. Gollandiyada yaşayotgan Uyg'urlarning nimasi selektiganda 0,1% Uyg'urmi kammi degan gapda namoyishga. Ham bunisi Gollandiyada 20 necha Uyg'ur tashkilotlari bor. 20 necha Uyg'ur tashkiloti birdan vakil kelsin 20 nechada 30 adam chiqdi degan gapda. Bu nəhayət bir ichinishli ahvol. Yani mushunda Uyg'urlarningki hatta Uyg'ur tashkilotlarningki mushu Xitoy qarshi siyosiy kurashlarda hech bo'lmasa oddiy shaklda bir namoyishdimi o'z namoyon qilmay jim sukut turaverishi siz nimadan kelib chiqqanda bu nimani tushuntirdi? Bizdeki bu nimadan kelib chiqdi desangiz, men baştalam dedim, bu bizdeki bu 51 davlat nima uchun 15 kuchib qoldi deganda boya bu nima kuchib qolgan geopolitik jihatdan, geostrategik jihatdan tushuntirdim. Ama ichki jihat o'zimizning masalasini deyishga to'g'ri keldi siz degandek yaqin qitilma gapingizga. Chunki biz Uyg'urlar shu qani Xitoy voy bu yerda 40 toza 51 davlatga chiqib qirg'inchilik bo'layotdi Xitoyda deb toza kuchayotgan vaqtidalam ham xalqaro vaziyatda nurg'un geopolitikal o'zgarishlar, geostrategik o'zgarishlar bo'ldi. Ham bu Xitoymi buningdan to'plandan to'qash o'g'irlab o'zini ustidan chiqqan oq qo'shiqda ko'z tutish uchunlam bu yerda dediki biz qo'yib berdik kamptiklarni. Biz ilqi qallis qattiqlarni, radikallarni tarbiyalagandik. Biz hech nima qilmadik, qo'yib berdik, berib kelsanglar bo'ldi deb o'zininki, masalan, Xitoy qarshiligi yo'q, yumshoq, Xitoydan qo'rqadigan, hech qanday Uyg'ur bilan o'zining millati bilan chatug'i yo'q odamlarni Xitoy bak yaxshi taniydi. Chunki Xitoyning istixboroti birdan tadqiq qildi-ku odamlarni. Unda umumilam nima qilmaydi. Birdan kayniga sap turib, ishpiyon sap turib, nimishki bizda shunchalar ishpiyon xoinjiq. Nimish qilgan xoinlar bular. Shu uchur o'g'irlab har bir odam zodi qanday odam deb har bir Uyg'urni tadqiq qildi Xitoycha. Birsini to'rdan tushirib qo'ymay. Bu Xitoyning azaldan tatbiq qilib kelayotgan siyosati. Shuni bu Xitoy buni tashviq qilishga, ashta tadqiq qilishga kimning Xitoy bilan ishbirligi qila oladiganini, kimning yumshoqligini, kimning o'ziga tahdid emasligini Xitoy bak yaxshi bildi-ku. Ashtalarga Xitoy viza berdi, bag'izdi, kagizdi, gapqilmay qo'yib berdi. Chunki bu odamlarni yig'ishtirish osonligini Xitoy biladi. Ammo yig'ishtira olmaydigan odamlarga Xitoy viza bermaydi. Ko'rash tugizmaydi. Nimishki nurg'unlarimiz boramaymiz, hatto qo'shni davlatlarga boramaymiz Xitoyning. Nimishki tuqqanlarimiz bilan 20-30 yil ko'rishamaymiz, ovozini anglayamaymiz, qo'rqidi, bizga gapni qilmaydi. Shunami? Nimishki? Chunki Xitoy biladi, ayriydi-ku. Endi bu Uyg'urlar azraqlab bu yerda birsi bu siyosiy ongning tuvanligi. Dunyoda nima bo'ladi deb qarablam, voy Xitoy bek kuchlanib ketib bordi. Xitoy bek kuchlik, biz baribir tankilanmaymiz. Mushunchalar qirg'inchilik bo'lsa-mu bizga hech nima qilmaydi-ku. Shu biz hayot qilish uchun ha bo'pti Xitoy sening rastlab gapqilmasligimiz kerak degan munda bir ongni o'zlariga singdirib olgan Uyg'urlar bor-ku. Xitoy yaxshi deb. Yana birsi meni chaqmagan yillar ming yil yashsin deb. Nima chatdiqim men va tuqqanlarim hayat olsam, ko'rishib, saq-salomat yursam bo'ldi. Karimni men o'zimni yashashim kerak, chunki bu dunyoni men qutqizib bo'la olmayman deydigan Uyg'urlar bor. Tamam, sen qutqizib bo'la olmaysan dunyoni, ammo sening kimliging, oyada bir mansubiyating, oyada bir millating, bir xalqing, naga mansubliging bor. Sen men qutqizib bo'la olmayman desang, yana birsi men qilmayman, menlan bo'lsam bo'ldi, mushqaylar o'taysan, yana birsi mashta desa, yana birsi mashta desa, bu individual har bir shaxsdagi mushunda bir xarakter buzuqligi, men xarakter buzuqligi deyib, buni xarakter buzuqligi bir umumiy to'plumning milliy ruhining tushkunlishi va buzuqligini keltirib chiqardi. Milliy ruh degan nima degan narsani deyman. Milliy ruh degan bir to'plumning, bir xalqning o'zining territoriyasini, o'zining manfaatini to'plum shaklida, ya'ni o'zining shaxsiyatini emasda, to'plum shaklida to'plum bor bo'lsa, men bor bo'laman. Chunki men mushaga mansub birisi. Bu to'plum yo'qolsa, mening kimligimni yo'qaydi, men yo'qayman degan narsani tushunib, shu to'plumning manfaatini qo'g'diya olishi bu milliy ruh bo'ladi. Bizda hozir bunda to'plumning manfaatini qo'g'diya oladigan odamlar bek oz. O'zining manfaatini qo'g'dayman deydi hammasi-chu. O'zimnikini. Sen o'zingnikini qo'llasang, qo'g'disang, eng oxirida to'plumning manfaatiga sen qarshi ish qilayotganliging uchun bu to'plumdagi milliy ruh yo'qolib ketsa, bu to'plum yo'qoladi, kimligi yo'qoladi, bu to'plum yo'qoladi. Bu to'plum yo'qolganda albatta sen yo'qolasan. Sening bolalaring yo'qoladi. Shunaqmi? Sening mavjudiyating bo'lmaydi. Bundan keyingi davoming bo'lmaydi. Bunda odamlar bolasini o'ylamaydi mencha. Chunki balasiga ish chaqirmaydigan xalqlar bu. Balamning kelgusi nima bo'ldi? Balamning mavjudiyati nima bo'ldi? Balam nega mansub bo'ldi deganni o'ylamaydi. Balamning balasi
nima bo'ldi? Xalqlar ay qaramamdi, ko'mamdi, davlatda bor xalqlar qanda aziz yashab etibdi. Bu davlatda bor Uyg'urlar qanda xor yashayotdi. Ya bir ig'iz gaqig'idek kuchimiz yo'q. Berib bir odamni qutqizg'idek kuchimiz yo'q. Shunami? Dunyoning har yerida xor. Kimning davlatida, hammasining davlatida musofir. Hech kimning davlatida beshig'i chiqib davlat so'rug'idek, shu davlatga vakil o'g'idek yoki bir ishqig'idek unda kuchi yo'q. Ay nimanda bichara bir millat. Sen mushunda bichara bir xon millat, bu toplumning manfaatini o'ylamasang, bu toplum yo'qoladi. Oxirida sen yo'qolsan, sening bolalaring yo'qoldi, hamma narsa yo'qoldi. Sen bugunlik bu bunda cho'ng picture'dan o'ylamasdan bir toplumning manfaatini o'zining mavjudiyatiga bog'layolmagan haq, ashta o'ynasam bo'ldi, kiysam bo'ldi, yeysam bo'ldi deb hayvonlarcha mentality mavjud, hayvonlarcha menday. Bunda hayvonlarcha mentalitydagi xalq qancha ko'p bo'lsa, men milliy ruh yo'qolib ketgankin, ojizlab ketgankin bu xalq yo'qolib ketadi. Shunga bunda xoinlarcha, hayvonlarcha mentalityda yashaydigan xalqdan jiq umid kutmasak bo'ldi. Mushunda hayvoniy va xoinlarcha mentality bilan yashayotganlar o'zini bir tekshirib beqish kerak, o'zini bir o'ylab beqish kerak. Yo bo'lmasa o'zincha hozirlam o'chirib, Uyg'ur degan to'plamning ichidan butunlay chiqarib yetish kerak. Men sha'nimizga dog' keltirib, Xitoy azroq qo'yib bersa dikkanshib usul o'ynab, do'yinlarga chiqarib, naqsh etib, bo'lanmay qolmay hamma yerda. Voy Xitoydada sen qirg'inchilik bu Xitoy manikin Xitoyning tashviqoti shunday kuchli, hamma yerda buni ko'rsatib, mana qirg'inchilik yo'q, bular xotirjam yashayotdi, bak isil kun ko'rib ketib bordi degandikin xalq bizni qo'llamda. Biz uchun imzo etamda, xalqdan yomonlashdan davlat qo'l qo'ymadi, ma bizni qo'llamadi deyishdan burun ma peshonani silab beqish kerak ma millat uchun. Ma millat o'zini bir tekshirib beqish kerak. Ma do'yinlarda butun mushu TikTok damdiq, mushu YouTube damdiq chiqayotgan narsalarga qarab beqish kerak. Ozroq bo'lmay yuz degan chimildash kerak boshqa xalqning oldida. Sen unda bo'lsa qirg'inchilik bo'ldi dema. Sen Xitoylik bo'lib ket. Men Xitoyning ichidagi bir osonlik millatdan yo biz o'zingni Uyg'urmi dema. Xitoylik da sen shular bilan yashashni loyiq topgandikin, o'zingning davlati bo'lishni xohlamagandikin, sen bir davlatga ayrim o'zingga o'zing mustaqil, o'zingga o'zing ega chiqadigan birisi bo'lishni xohlamagandikin, sen qulluqni xohlagandikin, men Uyg'ur qo'l degandan o'zingni men Xitoy deyisha, chiroyingni o'zgartirib bo'lsa-chi. Bunda odamlarni ashundal deyish kerak, bu sepimizdan chiqarib o'tish kerak. Chunki bundalar bizga faqatliq ziyon sabli qolmasdan, mana masalan bir to'plumning milliy xarakterini buzishdan bir ziyon soldi. Undal bütün davog'imiz ziyon solib, bizning yo'qolishimizni ishtigiltaydigan haqchi bu. Shu bularning bo'g'indan yo'qi yaxshi asli. Bular o'zini Uyg'ur demasin bo'ldi, ismini o'zgartirib bilasiz bo'ldi aslicha. Millatini o'zgartirib bilasiz bo'ldi mencha. Rahmat, yaxshi bir temada, ya'ni Uyg'ur milliy ruhidan o'zimizga bir nazar tashladingiz kishicha bu narsa menga ta'sir qildi. Avval biz o'zimizni izlashimiz kerak, o'zimizga savol qo'yib beqishimiz kerak-da. Endi men sizning hozirgi degan gaplaringizdan bir narsa kallam kelib qoldi. 2023-24 Uyg'urlarni bedetli qo'llagan davlatlar 43dan 47 51 chiqqan vaqtida nihoyat qo'shib ketgan, hatto dunyo dangliq futbolchilarmi, nurg'ulg'an cho'lponlar Uyg'urlarni deb masalan o'zining komandalaridan ayrildi. Masalan turk futbolchining ismini unutdim. Öz alma. Onu mana Angliya'dan ayrıldı. Ondan başka Enes Kanter'mi Uygurlar sözgeli için Amerika'dan Oğaz Futbol Klubu'dan eğitildi. Degandek nurgun nimle alsak nurgun narsa ola neçe milyon kıymetli neçe milyonluk to'xtamlardan chiqarildi. Yani Uygurni qo'llab bir so'z qilib qo'yganlik uchun yoki Twitter'larda bir narsa yo'llab qo'yganlik uchun. Unda bo'lsa BDT'dim shu vaqtda Uygurlar uchun BDT'nim ikki bilendi. Uyg'urni qo'llaydigan guruhlar, ya'ni g'arb boshchilik Amerika rahbar g'arb boshchilik davlatlar, g'arbdagi undan boshqa islom davlatlari, turk davlatlari, bular Xitoydan yana turib Uyg'urlarga qarshi. Uyg'ur BDT'da Uyg'ur uchun dunyo ikki bilendi, ammo Uyg'ur jamiyatida, diaspora Uyg'ur jamiyatida Uyg'urda paç bilinib ketib qoldi. Mushning sabablar nimadir sizcha? Bunun birinchi sababi Xitoy dividani bo'lib kontrol qilaman degan siyosatni ichidagini o'tirib kontrol qilgan bilan teshidagini shu o'tiranmagandikin bo'lib kontrol qiladi. Shuni bizda xoinjiq. Bu xoinlar Xitoy buni pul bergandikin, men Uyg'ur degandan bek nafsi yomon haq ekan bu. Men hayron qoldim. Bular g'ururni, vijdonni, ong saviyani hammani nafsiga sotadi ekan. Bu nima uchun nafsiga sotadigan mushtar narsa chiqadigan desa, bu
angsızlıq, qalaqlıqdan chiqamdikin deb o'yladim-chi. Uyg'urlar jahiliyatda qapti deb o'yladim men. Agar jahiliyatda qolmagan bo'lsa, dunyo vaziyatini tahlil qila olsa, o'zining kimligini tahlil qila olsa, bir g'urur, bir narsa degan narsalar yetiladi bir odamda. Chunki hayvondaklar bugunini ko'rib pul topsamla bo'ldi, yesamla bo'ldi, men hayot qolsamla bo'ldi, bugunim o'sib bo'ldi deb unda yashamaydi inson degan. Abay dedim, u hayvoniy mentality dedi. Shunda Uyg'ur birinchi sabab shu Xitoyniki bo'lib kontrol qilish siyosati. Uyg'urni nechaga bo'ladi, o'ttirliqda fitna taqitidi, tashkilotlarni bir-biriga qarshi qilib etadi. Ondan keyin xoinlarni selib bo'ladi. Shuna, ammo bularning vazifasi shu bo'lish, uchur to'plash shu. Shuna bo'lgandan keyin bu narsa mushta bo'linib ketdi. Undan keyin bizningki bu hamma davlatda yashayotgan Uyg'urlar o'zining davlatiningki, chunki biz shu davlatda bir kichik bir xalq bo'lgandan keyin shu davlatning sistemasi, shu davlatning qimmat qarashi, shu davlatga ergishib mangadigan gapkan. Chunki masalan Turkiyada yashaydiganlarningki nimasi bilan, o'y fikrlari bilan Amerikada yashaydiganlarning, Kanadada yashaydiganlarning o'xshamaydi. Andan keyin Yevropa, boshqa davlatda yashaydiganlar bilan masalan Malayziya yoki boshqa kichik Asiya davlatlarida yashaydigan, O'rta Osiyada yashaydiganlarning hatto o'y fikrlari bilan Amerika, Turkiyada yashaydiganlarning o'y fikrlari o'xshamaydi. Shuna bo'lganligi uchun bu narsa bizga ig'ir bo'linish ishtik bo'ldi. Ammo burunqiga selishtirganda bundaq har bir o'xshamaydigan davlatlarda bir-biriga qarta bo'linishning paydo bo'lishi shu davlatning ta'siri, yashagan muhit, rayonlarning bo'linish tufaylidan degandan ko'ra hozir yaxshi desak bo'ldi. Chunki hozir global internet dunyosi, tor dunyosida biz fikrimizni digital davlat shaklida, ya'ni digital fikr shaklida bir yerga kelolamiz-ku. Ya'ni bo'linishdan digital shaklda masalan nurg'un WhatsApp to'plar bor, buning nurg'un a'zo bo'lganlar bor. Lekin bu yerda nurg'un fikrlar o'tirg'i chiqadi. Masalan, siz bu yerda meni taqityapsiz, buni butun dunyodagi Uyg'urlar ko'ra oladi. Unda bo'lgandan keyin masalan Turkiyadagi Uyg'urlar Turkiyaning sistemasi o'y fikr bilan, Qozog'istondagi Uyg'urlar Qozog'istondagi muhit o'y fikr bilan qolib qolmaydi, boshqa yerni ko'ra oladi. Chunki masalan bizmi Turkiyadagilarning nima o'ylayotgan, nima qilayotganini ko'ra olamiz. Digital dunyoda o'y fikrimizni Uyg'urlar diasporada ishtik bir yerga akila oladi. Bir-birsiga yotlashib, bak bo'linib ketolmaydi. Shunga avay men milliy ruh to'g'risi dedim, bu milliy ruhga ta'sir ko'rsatadigan narsa milliy xarakter. Biz milliy xarakterimizni o'sha digital dunyodan foydalanib tuzishimiz kerak. Chunki bu milliy xarakter buzilganda, shu xarakter buzuqligi, shu milliy ruhni yo'q qilib yetadigan narsa uchun. Endi bu xarakterga ta'sir ko'rsatadigan nurg'un narsalar bor. Hatto tilimizmi ta'sir ko'rsatadi. Bir millatning milliy xarakteriga o'zining og'zidan chiqqan gapmi ta'sir ko'rsatishi uchun oddiy bir misol beray. Xitoy Jingchen deydi. Pul to'playman deydi. Xitoyning xarakteri qarang, pulni yig'adiganlar haq u. Tushunami? Amerikalik nima deydi? Make money deydi. Pul yaratib paydo qilma deydi. Chunki Amerika pulni yaratgan. Tushunami? Dollar shu boshqaradi. Make money deydi ular. Pulni yaratma deydi. Uyg'ur pul topaman deydi, izdayman deydi. Ya izlab bir yerdan chiqaramiz, izlab yuramiz. Biz mana shu bu bizning xarakterimizga tushgan. Turklarga pul qozonima, para qozonyoruz, qozonirim deydi-chi ular. U degani nima qilma, topima degan, nima topima emas, qozonima degani erishima degan gap. Earn money degan gap. Inglizchada bu qozonima deganmi bor, make money mi bor? Erishish uchun, ya'ni jafo chekib erishiman degan gapda, u emgak bilan erishiman degan gap, qozoniman deganchi o'zichilan bir yerdan paydo bo'lmaydi. Biz hamda izlab yuramiz. Shuningki turklarni burun biz miya kelsak bak ishlaydigan xalqda aytdik-ku, keyin qarsak Uyg'urlarni bak ishlaydigan xalq bo'lib ketdi Kanadada. Lekin bu qaramamsiz xarakteriga, shu og'izdan chiqqan gap millatning xarakteri shu gapda ifodalangan gap. Undan keyin u tilmi o millatning xarakteriga ta'sir ko'rsatdi degan gap. Shunda millatning xarakteriga ta'sir ko'rsatadigan nurg'un narsalar bor. Masalan, pokizlikchi. Pokizlikmi bir millatning xarakteriga ta'sir ko'rsatadigan narsalar. Bizning Uyg'urlarningki nurg'un mehnat odamlarimiz bor. Shunaqa. Va nimishki bu mehnatchilikni sen o'zingning bir xarakteri qilolma. Bir millatningki bir sifati, bir nimasi qilolma sen, shunaqmi? Shunga bir millatniki bir odamning pokiz bo'lishimi shu millatga vaqt kelganda ta'sir ko'rsatadi-chu. Masalan, mushta nurg'un narsalar bor, xarakterga ta'sir ko'rsatadigan. O'zini qanday o'ylaydigan, men keyin tafsiliy so'zlab bersam bo'ldi. Mushta nurg'un narsalar bizning milliy ruhimizga ta'sir ko'rsatadi. Hozir biz digital dunyodan foydalanib, mushu digital dunyoda WhatsApp to'plarida biz milliy xarakterimizni tuzishimiz kerak.
milliy xarakter tuzalmay turib bizda xoin yo'qimaydi. Hayvoniy mentality bor xalqlar yo'qimaydi. Bizdagi odam shu abay ko'nglimi ishib ketdi, meniki gapni qilg'ishcha ochig'im gap ovozim chiqib ketdi. Mushta odamlar yo'qimig'icha bizdagi milliy ruh tuzalmaydi. Bizdagi milliy ruh tuzalmasa, bu milliy ruh bir toplumning manfaati bo'lmay turib bu yerda, bir toplumning manfaati uchun ish qiladigan ish bo'lmay turib, boshqalar biz uchun ish qilib bermaydi. Bir toplum o'zining manfaatini qo'g'daganda boshqalar kelib tan qo'g'dab bera oladi-chu. Uningga sizning kuchingiz bo'ladi, chunki siz o'zingizning manfaatini qo'g'dab bir yerga akilagandan keyin, "Mening kuchi bor keladi, siz haq bilan bozorlik qila olasiz, savdo qila olasiz. Meni qilsang menda ma'nosi bor, meni qilib bera olaman." Bo'lmasa sizni bir tengilmaydi-chu. Dastlab o'tib ketadi shu. Rahmat, men nihoyat yaxshi obdan temalarda suhbat bo'ldi. Hozir shu Og'zim qurib ketdi, so'zil tebaman, meni bo'ldi. Ya shunday yaxshi ketyapti-da programma. Bugungi mana suhbatimizda bular milliy ruh, milliy xarakter to'g'risida deb qannoyaga bir narsa o'ylab qoldim kallamda. Yana bir qatim bir suhbatni diasporadagi Uyg'urlarning milliy xarakteri, milliy ruhi haqida o'ylanishda bir tema qo'yib bir program qilsak bo'ladi-chi. Bundan bir necha odam chiqib, o'sha kasb munosabatlik psixologiya, falsafiy nuqtalardan analiz qila oladigan, buni siyosatdan organik birlashtirib, bunda 3 nuqtaga kirib kuzatadigan bunda bir suhbat qilishga bir tirishib baqayda. Mana bir muhim bir narsani eslatdingiz. Rahmat. Anin keyin ma'u inkosda chiqdi bir qancha savollar. Savollarga bir qaraylik, anin keyin programmani to'shib ketdi. Savollar chiqdi-da, savollarga bir qaraylik, ha. Miya savollarniki birinchisi bir qarindishimiz debdi 2023-yilda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga Uyg'ur masalasini qo'llagan davlatlar tarixdagi eng ko'p 51 davlatga chiqqan edi. Afsus 2024-yildagi Dunyo Uyg'ur qurultayida chiqqan satchilikning notis xabarlarida e'lon qilinishi bilan ham shu yilgi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarni qo'llagan davlatlar 15 davlat tushib qoldi. Sizce notisda e'lon qilgan xabarlardagi Uyg'ur satchiligi har qaysi davlatlarning Uyg'ur masalasini qo'llamaganlikdan kelib chiqdi yoki ta'sir qilishdan bo'ldi deb qarash bo'lamdi deydi. Notisda e'lon qilgan xabardagi Uyg'ur satchiligi har qaysi davlatlarning Uyg'ur masalasini u satchilik har qaysi davlatlarning uni qo'llamaganlikdan kelib chiqmadi. Chunki u satchilik qachon chiqdi? 2023 chiqdi, shunami? O satchilik 2024 bultu chiqdi. Bultu 5-ayning 19mi? 5 u degan biz bu 2024 oktyabrda qo'l qo'ydi bizning. Qo'l qo'ydi, lekin uni yarim yil burun notisda. U notislik xabar degan undan burun chiqdi. Burun chiqdi. Davlatlarning u yerda qo'l qo'ymagani bu notislik satchilikka ta'sir ko'rsatadi emas. Men savol xatda yozib qoldim. Mush notislik satchilik mush davlatlarning qo'l qo'ymagani ko'rsatadi desak. Tabiatimiz suhbatning 5dimi bir narsa nuqtalardan qilib o'sha Uyg'ur tashkilotlarida bo'layotgan ba'zi skandal degan skandallar ma'nodim deydi hamda shu notisda e'lon qilingan jinsiy parakandlik satchiligi do'qaysa Nuriyetul Kalning satchiligi yana mushu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi 51 15 tushib qolishiga ta'sir ko'rsatdimi demoqchi ekanda. Skandal ta'sir ko'rsatdi albatta. Chunki bu skandal chiqqandan keyin biz shunda masalan Amerikadagi nurg'un NGOlar, masalan akademiklar bular bayonotlarni e'lon qildi. Bular hammasi biz shunda o'zan qirg'inchilikqa uchrayotgan bir xalq turib, bu bir ayollarga bunda po'xurlik qilish deganmi inson haqlariga kirdi uchun. O'zan inson haqlarini talab qilayotgan birisi turib, ayollarning huquqiga ta'sir yetkazadigan bunday ishni qilsam, sen qanday da'vo qilsa deydi. Birisi disgusting ko'ngil ishkitdi xalqning-chu ma'lum qarab. Hammadan o'zimizning ko'ngil ishdi. Ikkinchisi sen qaysi salohiyating bilan da'vo qilsa deydi. Bunday odamni kim qo'llaydi da'voning beshida bunday odamlar to's albatta qo'llamaydi-da. Bu bizning butun da'voniga yuzini tushiryapti-chu bu narsa. Shunamanki bu albatta bunday skandal ta'sir ko'rsatdi. Men abay bizning xalqniki berib kelib dikanshib usul o'ynab naynaqshib bu noit xo'shal haqda ko'rsatayotganlar dedim. Ma'nosini demay o'tib ketma. Albatta bu shu bizning ishki o'zimizning manfaatiga ko'ngil bo'lmagan, jiddiy muomala qilmagan, o'zimizning qanday muomalada bo'lganligimizni ko'rsatdi-da, shuni ta'sir ko'rsatdi albatta. Yana bir qarindishimizning bir savoli borki, vaqt to'shib ketdi. Son so'ratdim-da hamda. Yevropa Birligida Norvegiya, Shvetsiya, Shvetsiya yo'q, ammo bular Schengen shartnomasiga qo'l qo'yganlar bu savol emas ekan. Savol emas. Yana bir ekan, endi men savol so'rabdi.
Açal yo'lga kelib qoldi deydi. Yaqin Yevropada o'ngchilar kuchayib ketdi. Masalan, Avstriyada o'ngchilar partiyasi yana bir partiya bilan birlashib hukumat qurish yo'lida. Bizning keyingi nishonlarimizga salbiy va ijobiy ta'sir bormi deydi. Ruqiya adimiz fikringiz deb bersangiz rahmat debdi. Ya'ni Yevropada o'ngchilar ham kuchayotdi hamda. O'sha o'ngchilarning kuchayib ketishi bizniki keyingi da'vo nimalarimizga ijobiy yoki salbiy ta'sirlar paydo qiladi deydi. Buni ayrım bir tema qilib so'zlasam bo'ldiki, keyin bir to'g'rida Mana bo'ldi. talas to'g'rida. Chunki bu Yevropa Birligininki qurilmasi, Yevropa Birligidagi davlatlar qanday qaror oladi? Masalan, Kissingerning bir gapi bor, bir maqolada chiqqan. Yevropa Birligida tashqi ishlarga men telefon urmoqchi bo'lsam, kim bilan ko'rishiman degan gapchi. Shuningga o'xshash bu Yevropa Birligi qarorlarni qanday oladi? Bu Yevropa Birligining strukturasi qanday? Bu yerdagi davlatlar, partiyalar Yevropa Komissiyasiga Oliy komissarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu narsalar ayrim bir tema. Bu narsalarni tafsiliy tahlil qilmay turib bu savolga javob berolmaydi. Mush narsani tafsiliy tahlil qilib tushuntirgan vaqtda uningdan qaysi kuch qanday yerda turib qanday yoqqa ketib beribdi, Yevropa qayoqqa ketib beribdi yoki davlatlar qayoqqa ketib beribdi, buni tutib qolgan bo'lamdikan, bo'lmamdikan, qanday kuch tangshilmasi bo'ldikan, bu narsalarni tahlil qilgan bo'ldi. Buni men ayrim bir suhbat qilaman. Sen muhim tema ekanda, men bir qiziqadigan bir Sizlar qildim, boshqalar bilan qildim. Boshqalar bo'ldi. Men o'zim o'ylagan bir narsa bo'lishi, cho'ng-cho'ng shu Yevropa ittifoqi cho'ng kichik tashkilotlarning bilan ish qilish prinsiplari qandaqdir deb o'ylaydim. Men yaxshi bo'lib uni ayrim bir deyishaylik. Hamda yana bir gap deydi, rayon farqi o'xshamaslik bilan Uyg'urlar necha bilyotadi deyish bo'ldik bu narsani. Yana bir savol. Nay to'g'ri dedingiz, insonda vijdon g'urur bo'lishi kerak, ya'ni o'zini iymonliq degan insonlar Xitoy bilan til yozishadi. Bu savollar tugabdi. Bu savol bo'lmasa tugataylik. Endi niyati baba. Eng oxirgi har qatlar programmada biz nima qilishimiz eng oxirida o'zimizga bir nazar tashlaylikda programmada asosliqi. Eng oxirgi bir savol. Mana shu yerda yozib qo'ygan bir savol bor. Uyg'ur masalasi xalqaroning diqqatini tortish uchun qanday bir tirishchilikni ko'rsatishimiz kerak dedi. Dunyoda ko'ra abad deyishdi. Hozir Gollandiyada emas, masalan Kanada mashtarida namoyish desak chiqadigan odam oz. So'z jiq, harakat oz. Bulavotida endi qanday qilganda yana shu xalqaroda Uyg'ur masalasini qayta bir ko'tarib chiqishning bir imkonlarini qilib oladi. O'zimizga bir nazar tashlab baqsak, shu haqida o'ylaganlaringizni qaysi program tugatsak. Abaymu dedim, o'zimizga nazar tashlasak, birinchidan biz shu milliy xarakterimizni o'ngishimiz kerak. Bu milliy xarakterni o'ngshash uchun cho'qim bizning ziyolilarimiz, bizningki akademiklarimiz, bizningki shu bizni boshlab mangadigan elitlarimiz xalqni boshlab, xalqningki uyg'unishi uchun ko'plab kuch chiqarishi kerak ekan deb o'ylab qoldim. Ya'ni shu Uyg'urcha programmalarni ishlashi, Uyg'urcha maqolalarni yozishi. Chunki bizda bunday odamlar bek sanoqliq, bek oz bor, bek muhim odamlarimiz bor. Xalq biz ularning qadrini qilmayotgandik, bilmadim. Bek bizning ichimizga biz uchun jiq narsalarni yozib qilmay, masalan, g'arb dunyosidami qilayotganlar bor. Ondan keyin biz buni taraqqiy qildirishimiz kerak. Shu biz bunda ziyoli deblamay bu birini bildigan deb so'zlagan yozgan odamning hammani ko'tiravergani bo'lmaydi. Shuna xato yo'lga boshlab ketadiganlar bo'ladi. Shunga haqiqiy saposi bor odamlar, saposi bor ziyolilarimiz to'g'ri yo'lga boshlab menayotganlarni xalq ko'radi uchun. Ya'ni bu yer degani bir odamning kayindilar menang deganim emas. Elitlar so'zlaydi, uni tahlil qiladiganlar bo'ladi. Qarshi fikr qiladiganlar bo'ladi. Bu har xil fikrlar o'ttirg'i chiqqanda shu har xil fikrning ichidan to'g'risi o'ttirg'i chiqadi. Shunga bu digital dunyodan foydalanib, bu narsani ilgari surishimiz, ya'ni xalq ichimizdagi xarakter tuzash harakati olib berish kerak, milliy ruhni tutib turish uchun. Bu bir. Ikkinchisiga bizningki hozir xalqaro vaziyatda kun tartibda emas uchun masalamiz tushib qo'yapti kun tartibda. Chunki xalqaro vaziyatda nurg'un muhim narsalar yuz berayotganligi uchun oldin turyapti. Ammo bu bizning masalamiz kun tartibdan butunlay tushib qolamdi, endi biz tugudikmi degan gap emas. Chunki Amerika Xitoy bilan put tepishyapti-da. Bizning masalamiz, Tibetning masalasi, Hong Kongning masalasi tushib qolmaydi. Chunki texi dunyoni Xitoy butunlay so'rab, hamma narsani besiqtirib yo'qitib bo'lgani yo'q. Butun dunyoni Xitoy so'rab besiqtirib-vassimi, Sharqiy Turkiston bizning uchun. Bu narsani Xitoy yo'qotolmaydi. Biz yana tik tursak, masala yana yo'qolmaydi. Shunaqmi?
Bizli tutsa biz tug'ilmagan vaqtidami batdi ekan bu Sharq Turkiston masalasi. Xitoy besib olgandan tortib burun biz qachondan beri qul bo'layotgan bo'lsak, zulm ostida bo'lgan bo'lsak, Xitoy shunday kuchli bo'lsa, masalan, burun bizga hech qanday yordam bo'lmagan vaqtlardami bu masala davom qilib ketdi ekan. Bundan keyinmi davom qiladi. Bu mustaqillik o'zimiznikini o'zimiz haqqimizni qaytarib olish haq degan narsa bor, bu yo'qolmaydi. Bitta Uyg'ur qolib qolsimi bu dunyoda, shu Uyg'ur shu Sharq Turkistonning mansubiyatini yo'qotmasa shu da'vo yana yo'qolmaydi degan gapchi. Endi eng buni yo'qotadigan narsadan bu vaziyatning kun tartibdan tushib qilishi yoki dunyoning andoq-mandoq bo'lib ketishidan emas, o'zimizdan qo'rqsak bo'ldi. Bayamidan biz yo'qolsak yo'qaydi-ku bu masala. Biz yo'qolmasak yo'qolmaydi, davlatlarmi bizni ko'z qilib tutib bu masalani ilgari surib atmanalaydi kun tartibga qo'yib. Biz yo'qsak qanday kun tartibga qo'ydi buni? Nimani qo'ydi kun tartibga? Shunga avval o'zimizni tekshirishimiz kerak. O'zimizni tuzishimiz kerak, ishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Abriya pul bersa, boshqa davlat qo'llasa, boshqa davlat kaynimizda turib, maoshimizni berib, maoshni qil deb bersa, qilib, bo'lmasa qilmasangiz, haftada 4 soat vaqtingizni millatga chiqaramisiz, haftada 2 og'iz gap qilishni chiqaramisiz, yo bo'lmasa oyda bir $100 chiqaramisiz bu millatga? Voy undasi o'zingiz qo'llamagan, o'zingiz kuchamagan haq biramda. Haq maosh versa, tashkilot qurib bersa, pul bersa, bu kishi o'g'andiki ish qilg'inuvdiga, bo'lmasa pul yo'q o'g'andiki qilg'inolmaydiga deb tashiversangiz, haqmi qo'pab boshqa davlatlarmi deydi, sen Amerikaning qo'lidagi o'yinchi. Bu Amerika chiqarayotgan o'yin. Amerika pul berib bularni so'ziltiryapti deydi. Pul bermasini so'zlab baqsinchi qani. Anadagi nim deydiki. Amerikadan pulab so'zlabdimanmi men? Ha, shundaymi? Ben Amerikadan pulab yezibdimanmi? Amerikadan pulab birini qilibmanmi deb deyalaymiz u vaqtida-chu. Bu o'zimiz yo'qolib ketmasligimiz kerak boshda. Haq pul beramdi, bermamdi. O'zimizning ishi bu. O'zimizning davlati, o'zimizning vatani, o'zimizning xalqi. Birsi bizni pul bersa, yo'lisa, ishtasa qilib yugurib yurib, voy deb rasmlarga tushib, bo'lmasa jimmida ko'milib ketadigan ishmi bu? Mushtaishma, unda bo'lsa sening mansubiyatingmi yo'q ekan, kimligingmi yo'q ekan, uyg'urligingmi yo'q ekan, davlatingmi yo'q ekan, sen bir axlatgansa dastlab yuravermisa deydi shu haqmi shunami? Shuningga bu o'zini axlat demaydigan, o'zining kelgusiga ishonadigan, bolalarining kelgusini o'ylaydigan, avlodlarini davom qilsin deydigan bo'lsa, millat o'zi ko'ngil bilish kerak. Millat ayda $30 çıkara alsa $30, $5 çıkara alsa $5, $100 çıkara alsa $100 çıkarıp, bu milletin özü egi çıkıdığan teşkilatlarını qo'llash kerak. Bu milletning o'zi egi chiqadigan shaxslarni qo'llash kerak. Bu milletning ziyolilar haftada 4 soat vaqtini chiqarish kerak, mejbur buningga. Men ishlaydim, men mashhur bo'ldim, avval men o'zimning statusini tiklashim kerak. Sen statusini tiklab qo'yguncha millat yo'qolib ketadi. Sen boshqa davlatda statusini tiklab mashhur odam bo'lib, "Falan ziyolidim" deb kostyumlarni qatirib kiyib yuguning bilan millat yo'qolib ketsa, dastalgan qul, axlat millat, Uyg'ur qul bo'lsa, sening u holing ko'rinishing poqqa hisoblanadi. Ya bir tiyin. Shuningga sen avval millat uchun 4 soat vaqtingni chiqarishni bilishing kerak. Haftada 4 soat, haftada chiqaramsan, oyda 4 soat bo'lsa-mi chiqa, oyda 5 soat bo'lsa-mi chiqa. Shundaymi bu millatning Uyg'ur uchun? Bir ish qilishing kerak. Har bir Uyg'ur istakanni miyadan ayaga ap qo'yishni o'zimi bilish kerak, midirish kerak. Bu harakat bilan chiqadi bu ishlar. O'ttag'an, jimotdag'an odamga bo'lmaydi, bermaydi Xudoyim bunday odamga. To'g'ri. Bu millatni o'ylash kerak-ku, har bir Uyg'ur o'zini tekshirish kerak. Rahmat ama so'zni deyman, qutildayman. Yo'q, shunda yap pek yaxshi bo'lib ketyapti, men temalar, men navbatgi realligimizda o'zimizni mavjud qilayotgan narsani so'zlayapsizda. Bu hargiz reallik. Tamam ama jiq so'zlab ketdim. Jiq so'zladim, yana bir nuqta qoldi. Ya'ni bizning ziyolilarimiz xalqni yetaklash jarayonidagi fikrimizni o'tirib qo'ydingizda. Masalan, yetaklab vaqtda lekin yetaklab ketamidi, xalqni agashmidi, ham buning buzg'unchilik qilganlarni jiq chiqib ketdi, ilgari nurg'un ishlab ketdi. Buni bu yerda dishmaylar. Ya bizning ziyolilar mandaqchu. Bizning ziyolilar masalan bir fikrlarni, bir narsani o'tirib qo'ygan bo'lsa, u fikriga qarshi fikr chiqsa, ha mening fikrimga, masalan, qarshiyaga yetaklayotgan bo'lsam, albatta to'g'ri fikr qilganlar uningga qarshi chiqadi. Ha, menga qarshi chiqdi deb yo'qolib ketsang bo'lmaydi. Sen kritikni qabul qilishing kerak. Nima uchun qarshi chiqib turibdi o millat? Nima sababdan qayeri xato ekan deb buni tahlil qilishing kerak. Buning to'g'risini o'ylab tepishing kerak agar xato bo'lgan bo'lsa. To'g'ri bo'lgan bo'lsa, o'zingninki to'g'risini isbotlab, haqni qoyil qilishing kerak. Unda qilmay bir-biringga yomonlab so'qishamsa, qasam, shunami? Shunday, to'g'ri.
Endi qas Uyg'ur tashkilotlardan bu tashkilotlarmi rost kelgan xalqni yetaklab bo'lolmaganlik, ya xalqim ishonch berolmaganlik. Unda tashkilotlarimizdami masala bormi, yo'qmi? Bu ishda. Təşkilatımız əlbəttə bir muncha məsələni mən demisəmmi dünya görüb durğuluq, xalq görüb durğuluq bu. Məsələ olmagan təşkilatımız barmı? İçində xain bolmagan təşkilatımız barmı? İçindən skandal çıxmagan təşkilatımız barmı? Yo'q ku. Shundaymi? Shunaqa. Shuni. Rahmat endi yana bir endi dedik mana hozir program 2 soat ketdi. yana bir 2-3 minut ketdi endi. Yana bir reallik endi. Şu kadar jiq tashkilotlarimiz bor ekan, şu kadar shu WhatsApp to'plarida yoki Facebooklarda nayt ulug' shuvar nayt yozgan odamlar bor. Afsus Twitter ishlatadigan, yani X ishlatadigan Uyg'urlarimiz bek oz. Nurg'ulg'an tashkilotlardanki, hatto tashkilot xodimlarininki, siyosiy faoliyat aktivlarininki X'timi akkauntim yo'q-da. Hatto X'tim bir narsa chiqolmaydi. Bu nayt bir ajallik bir nimasi shu hamda. Hozir bu X'te ko'ryapmiz shu qadar teksiz bir urush maydonida hamda. Men kuniga bo'lmagan bitta narsa chiqarmay, bo'lmasa ba'zi ikkini chiqarib qo'yman. Yaqincha oldirash olib qolsakmi? Hech bo'lmasa Uyg'urimiz Twitterdan bir hisob ochib, X'dan bir hisob ochib, o'sha Uyg'urlar qirg'inchilik oid bir narsalarni aşağıda kim yaxshi taqdir qilamiz, shuni o'sim qo'llaydi. Umumiy bir qo'llash. Ham baxirlayli. Boshqa til yozolmasak Uyg'urcha yozsanglar bo'ladi. Yaxshi videolar qilib qolsa, avat biringlar biz taqtayli degandek mushtaq qilish orqaliqmi Xitoyninki jinoyatlarini oshkorlaydi. Bak to'g'ri dedingiz, gapingizni bo'lyaptim. Bu sosyal medyadagi urush hamda nurg'un ziyolilar hammadamdan buni expect, ya'ni umid qilmaymiz. Sen cho'qim Twitterda, sosyal medyada o'tda deb bo'lmaymiz. Ammo boshqa ishni qilmaydigan, boshqa masalan her günü kitap okup bir narsa yazıp bir narsani qilish kerak bo'lgan nurg'un ziyolilarimiz bor. Ularni masalan har kuni Twitterda o'tda deyamaymiz. Har kuni video taqtib, uni taqtib, bunu taqtib. Ara sıra mo'yin narsalarni qilib qo'ysa bo'ldi, agasi bo'ldi. Ammo boshqa ishlarni qilmaydigan nurg'un odamlarimiz bor, odatda. Ular kirib xalqimiz Twitterda buni qilsak bo'ldi. Chunki hozirgi dunyo urushi bu yilgi naq maydondagi, ya'ni jang maydonidagi urushlar ham g'alaba qilding, g'alaba qilmading bo'lmaydi. Masalan, Isroilni g'alaba qildi demdi hozir jang maydonida g'alaba qildi. Nurg'un odamni o'ttirib, men g'alaba qildim deydi. Urushda kuchlik, qo'ral bilan g'alaba qildim deydi. Ammo ong urushidichu, ideologiya urushidichu, ya'ni fikr urushidichu Isroiliya mag'lub bo'ldi. Shundaymi? Dunyoning nazridan tushdi butunlaychu. Shuningga bu yilgi dunyodagi urushda hozir Xitoyga biz mag'lub bo'lsak bo'lmaydi. Bizning qo'limizda yo millatariy askariy kuch yo'q, yo yerimiz qo'limizda emas, yo xalqimiz, bizning vatandagi xalqning bizning kaynimizda yo'g'on bir askariy yoki bir boylik yoki to'plab qo'ygan pulimiz yoki bir yerdan kirgan kirimimiz, hech nimamiz yo'q bir xalqcha. Yo kaynimizni qo'llaydigan, Falastinni bo'lmagan qo'llaydigan bir muncha arab davlati bor, shuna o'zining arablari. Bizniki hech nimamiz yo'q. Qo'llaydigan bir Allohdan boshqa kaynimizda turgan hech kimsi yo'q. Bizga vaziyat to'g'ri kelib, dunyo o'zining manfaati uchun qo'llaydigan davlatlar bor, prinsiplari Xitoy bilan bo'lgan talash tortishi tufayli qo'llaydigan davlatlar bor. Boshqa bizni qo'llaydigan hech qanday davlat yo'q. U davlatlarmi Xitoy masalasida u bizni berib mustaqil qilib yetiblam qilib qo'yay deb munda qo'llaydigan yoki bizni Uyg'urni qutuldirib qo'yay deydigan davlatlar emas. Faqat Xitoy bilan o'zining talash tortishi bo'lganligi uchun Xitoyga besim qilish uchun qo'llab qo'yganlik. Unda bo'lgandan keyin biz shu nimada bu hech qanday bizniki hech qanday bir kuchimiz yo'qmish, bir ojiz millat. Qo'limizda bor ko'z nima desa, ideologiya urushi, fikr urushi. Biz buni Xitoyni tuta olamiz. Chunki Xitoy haqsiz, biz haqli. Shunga qo'limizda bor ko'zni tutishimiz kerak. Bu ko'zni nima tutishimiz kerak? Hozirgi digital dunyo biz uchun shunday bir afzallik yaratdi. Burungi vaqtlar emas bu. Biz kichik bola vaqtlarda bunday Facebook bir narsalar yo'qdi-ku, unda Twitter, X degan narsalar yo'qdi, LinkedIn degan narsalar yo'qdi. Shunga bu hozirgi vaqt biz uchun nihoyat foydali. Biz fikr urushida Xitoydan g'alaba qila olamiz. Biz mushuningda bo'lsa g'alaba qilishimiz kerak. Mana lo'mlo'mligimiz tufaylidan biz fikr urushidami g'alaba qilolmayapmiz. Hatto o'zimizga qarshi urush qilib qo'yapmiz. Fikr urushida do'yinda to'xtatmay tetiqsiz usul o'ynagan, uni buni yegan bir narsalarni chiqarib, TikTokda chiqarib, g'arbda ketib olganingizni, kavatqiningizni, sayohat qilayotganingizni, xotirjam yashayotganingizni berib, ko'rishib kelayotganingizni chiqarib, Xitoyning propagandasini tan qilish berib, nihoyat yaxshi yashayapmiz deb o'zimizga qarshi urush qildik. Ammo buni qilmaslik kerak. Ma qo'limizda bor ko'zdan foydalanish kerak. Qo'lida bor narsa shu Uyg'urning. Boshqa narsa yo'q. Media urushi, fikr urushi. Buni biz g'alaba qilishimiz kerak. Biz deydi-ku inglizlar, you can win in the battle, but you cannot win in the story demda. Shunga o'xshash biz nimada g'alaba qilishimiz kerak? Shu fikr urushida.
Rahmat Emsa Ruqiya xonim, bugun nayta suhbat yaxshi bo'ldi. Yana taqa sizdan suhbat jarayonida nurg'un savollar kelgan. Kallamga vaqt munosabatan program degan bir şey to'xtayli. Bugun sizlar qilgan suhbatda yana bir necha nimalar yangi temalar kallamga keldi. Doim bo'lsa yana bu temalar to'g'risida yana pat arda yana suhbat o'rlashtirman. Shundoq ekranda qarindoshlar programmani ko'rdinglar. Nayta reallikdagi narsalarni Ruqiya Turish xonim nəhayət yaxşı şəkildə analiz qilib berdi. Özünün o'ylaganlarini o'zimizga bir nazar tashladik, tashkilotlarimiz nazar tashladik, dunyoga nazar tashladik. Qanday dunyoda Uyg'urning ovozi qaytib bir chiqara olamiz degan bu muhim masalalarda o'zini ko'z qarashdan o'ttirib qo'ydi. Ma videoni ko'plab hamdahilab taqib qo'yinglar. Bundan boshqa yana atrofimizga nurg'un siyosiy analizchilarimiz, har qaysi psixologiya, falsafa o'qigan qarindoshlar ekranga chiqinglar. Millatimizni uyg'otayli, millatimizning xarakterini siyosatni yetildirish uchun hammamiz taraf-tarafdan avom xalqni bir yetaklash uchun millat oldidagi mas'uliyatimizni ado qilayli. Uyg'ur choyxona suhbatxonasi har zaman sizlarningki huzuringlarda bu suhbatga oid yana ba'zi fikringlar qolib qolsa har zaman ya inkas shaklda ya bilan aloqalasanglar programmani texnik yaxshi shaklda qilish uchun tirishamiz. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Shundaqla Ruqiya Turish xonim, sizlarning vaqtingizni chiqarib, bugun suhbatga qatnashib, yaxshi suhbat qilib berganingiz ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hamsa bugungi hammalarga olsun. Hammanglarga Allohga omonat. Xo'sh. Anglab berguvchilarga rahmat. Rahmat.